Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun men tajribali pedagog psixolog, bolalar neyropsixologi Hafizova Nilufar Hamidullayevna va tajribali bolalar nevrologi, tibbiyot fanlari nomzodi Jamshid aka Saidov bilan suhbat uyushtiramiz. Ota-onasi yo qarindoshlari yo amakisi yo tog'asi u kech gapirgan. O'zi kech yurgan. Hozir so'ramoqchi bo'lgan narsam o'sha F70, F71 yengil va o'rta darajadagi aqliy zaiflik bilan autizm bir-biriga o'xshash ko'p elementlari bor. Masalan, sensor buzilishlarining juda ko'p belgilari bir-biriga o'xshash, ajratish ozgina qiyin. Shu holatda nevrologiya nima deydi? Qanaqa qilib ajratadi? Yengilrog'ini yoziladimi yoki haqiqatda aqliy zaiflik yoziladi? Masalan, F70 degan tashxisni o'zi umственный отсталость, легкий степень, ya'ni ongni orqada qolishini yengil turi hisoblanadi. Shu autizmda mana regress, orqaga ketish. MRT tekshiruv buyurilmaydi, ko'pincha elektroensefalogramma tekshiruvlari tavsiya qilinadi. Neyrokorreksion jarayon shunaqaki, bugun keldi 1 soat mashg'ulot emasda, u hayot shu ani yuragingizda turaveradi-da, qiluvchi, so'raychi bir narsadirmikin, umid kutasizda. Agressiya holati, masalan, o'zini o'zi urishi, o'zini o'zi jarohatlash o'sha o'z-o'zidan bo'lmaydi. Sababi o'sha bola haqiqatdan ham ruhiy qiynaladi. Ko'pincha 75-80% holatlarda oilaviy muhitni tarangligi, Hatto o'sha enurezam, to'g'ri psixologik muhit, to'g'ri yondashuv, bolani qo'llab-quvvatlash orqali umuman harakatsizlikdan saqlash yoki ko'p harakatlilikdan saqlash natijasida bu bartaraf bo'lgan holatlarim juda ko'p. urologiya hisobiga siyib qo'yaptim, urologik kasallik hisobiga birinchi o'rinda shunga e'tibor beriladi. Bolalar anonizmi bo'lgan bolalarni o'sha har bir oilasini so'rasangiz, yo otasi yo onasi juda ham qattiq qo'l hisoblanadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun men tajribali pedagog psixolog, bolalar neyropsixologi Hafizova Nilufar Hamidullayevna va respublikamizning qo'shni respublikalarning mashhur tajribali bolalar nevrologi, tibbiyot fanlari nomzodi Jamshid aka Saidov bilan suhbat uyushtiramiz. Assalomu alaykum Jamshid aka, xush kelibsiz. Bu suhbatni uzoq kutdik. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun eng dolzarb muammolardan, mavzulardan biri ko'proq shu autizm haqida gaplashmoqchimiz. Shuni rejalashtirganmiz. Autizm haqida gaplashganimizda o'z-o'zidan STVG, ZPRR tashxislari haqida ham fikrlaringizni bilmoqchi edim. Birinchi suhbatni shundan boshlamoqchiman. Mana xorijiy tajribaga suyanadigan bo'lsak yoki xorijiy davlatlarni kuzatadigan bo'lsak, ularda asosan aynan mana shu tashxislarni, autizmni, STVGni ko'pincha kuzatamizki, bolalar psixiatrlari ko'rishadi, ammo bizda asosan bolalar nevrologlari. Bu savol bilan menga juda ham ko'p murojaat qilishadi. Murojaat degani qanaqa? Ota-onalar bilan gaplashganimizda ozgina tortishuvli vaziyat kelib qoladi. Aytadiki, bizda psixiatrlar yo'q bo'lganligi sababli yoki kam bo'lganligi sababli hamma tashxislar bilan bolalar nevrologlari ishlaydi degan tushuncha bor. Bu qanchalik to'g'ri? Umuman bu qanaqa kvalifikatsiya qilinadi o'zi? Xo'p, demak, autizm kasalligi, ya'ni ZPR, SDVG degani hammasi rus tilidagi tashxisot hisoblanadi. Bizda xalq tilida aql, ong, idrok, fikrlashi, o'zini tengqurlaridan orqada bo'lgan bolalarni shu bizani meditsina tilida ZPR deb qo'yiladi. Autizm temasiga keladigan bo'lsak, autizm degan katta bu bir katta tashxis hisoblanadi. Autizm kasalligining ichida juda ham ko'p kasalliklar kiradi. Autizm deganda eng ota-onalarni tushkunlikka tushiradigan narsa ko'pincha ularning hozirgi kunda internet juda ommalashgan, rivojlanganki, ular albatta ota-onalarimiz birinchi navbatda internetni tiklab, kavlab, qarab o'qib chiqishadi. Eng og'ir holatlarni ko'rishadi. Albatta, autizmga davo yo'q ekan deb birdan ota-onalar tushkunlikka tushib qoladi. Lekin vaholanki autizm kasalligi bu juda katta tashxis bo'lib, o'z ichiga juda ko'p tashxislarni oladi. Ya'ni autizm, bitta autizmni oladigan bo'lsak, ular bo'linib ketadi. Tipik, atipik turiga bo'linib ketadi. Agar tipik turi bo'lsa, ko'proq buni haqiqatan ham bolalar psixiatri shug'ullanadi. Shunaqa autizmlar bor, atipik turi bo'ladi.
Atipik turi masalan ular ko'proq nevrologiya, bolalar nevrologiyasiga muhtoj bolalar hisoblanadi. Ularni albatta nevropatolog nazoratisiz, nevropatologni yordamisiz faqat psixiatrning o'zi davo muolajasi qilib bera olmaydi. Asosan psixiatr nima davo qilib berishi mumkin? Ko'pincha ular simptomatik davo qilib berishi mumkin. Bularda bilasiz, autizmlarda qo'zg'alish juda yuqori bo'ladi. Sensor narushение deydi, sensor buzilishlar. Ular faqat tinchlantirib berishi mumkin. Bizada o'sha kelgan autizm tashxisi qo'yilgan, birlamchi tashxis qo'yilgan autizm bolalar kelganda biz birinchi o'sha autizmni qaysi turligini bilib aniqlab olishimiz kerak, ajrata olishimiz kerak. Shunaqa metodlar bor, masalan, ko'proq sensor buzilishga javob beradigan ikki chakka bo'lagi bo'ladi. Ular MRTga tavsiya qilinadi. MRTda o'sha tushirganda височный protokol, epiprotokol bilan tekshiruv qilinadi. Ya'ni o'sha autizm bo'lgan bolalarda chakka qismlarda buzilish bormi, yo'qmi? Elektroensefalogramma tekshiruvlar qilinadi. Unda o'sha epileptik o'choqlar bormi, yo miyada organik buzilishlar bormi? Bizada masalan hozir kecha kunduzda keng tarqalgan virtual sifroy autizm degan tashxislar bor. Endi sizga ham murojaat qilgan bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha ko'p juda ham. 1 yosh, 2 yoshdan oshgan bolalarni uzoq muddat o'sha ota-onalar telefon, televizor, har xil gadjetlar qo'yib berishi oqibatida yuzaga keladi. O'sha qanaqadir multikni ko'radimi? Ekran qaramligida bu. O'shani olamiga kirib, o'shani dunyosiga kirib qoladi. Ular albatta virtual sifroy autizm deyiladi. Ularni agar vaqtida murojaat qilsa, unda 100% davo muolajasi bor. Bundan tashqari atipik autizmlar turiga kiradigan Asperger degan tashxisimiz bor. Bu ham atipik turga kiradi. Ularda faqat kommunikatsiya, moslashish, adaptatsiya, o'sha ko'p odamlar ichiga kirib qo'shilib o'ynab yurish nimasi qobiliyati bo'lmaydi, lekin ularda shunaqa qobiliyati bo'ladiki, sog'lom bolalardan ham 2-3 barobar miya ishlash faoliyati kuchli bo'ladi. Ular ham autizm gruppasi, lekin atipik turi hisoblanadi. Uni faqat ular bilan masalan ko'proq neyropsixologlar shug'ullanadi. O'sha tashqi muhitga jarayonga adaptatsiya, ijtimoiy moslashishga yordam berishadi. Tushundim. Xo'p, mana qaysi davrga kelib ota-ona psixiatrga ham murojaat qilishi kerak? Mana bizda ko'proq faqat nevrologga boriladi-da. Ota-ona o'zi bilishi kerak bu narsani yoki tavsiya qilasizmi? Masalan, siz tajribangizda shunaqa periodga keldi, bola, siz aytasizmi? Bolalar psixiatr bilan ko'rishing yoki albatta kechikish 2 yoshdan keyin albatta ota-ona chuqur mulohaza qilishi tavsiya qilinadi. Endi faqat psixiatrga emas, albatta nevropatolog maslahati, psixolog, neyropsixolog maslahati kerak bo'lsa, qachonki bolada fe'l-atvorida, xulqida o'zgarish bo'lsa, ya'ni поведенческий нарушение deydi, agressivlik bo'ladi bolada, har xil sensor qo'zg'alishlar bo'ladi yoki umuman gapirmasa, albatta nafaqat psixiatr, bolalar hamkorlikda, ya'ni psixiatr, nevropatolog, neyropsixolog bilan hamkorlikda konsultatsiya qilish tavsiya qilinadi. Tushundim. O'z-o'zidan savol keladi. Eng ko'p qiynaydigan og'riqli holat o'zimni tajribamda, menimcha atrofimdagi hamkasblarim ham juda ko'p aytishadi, odamni ham asabingizni buzadi, ham xafa bo'lasiz. Bu nima? Ota-ona aniq belgilari bo'lib turgan holatda bolani 3 yosh, 5 yosh bo'lishini kutishi. Hozir mana 2 yoshda shoshish kerak deb aytdingiz-ku. Masalan, o'zimni tajribamda juda ham ko'p men urishib beraman yoki qanaqadir tushunishga harakat qilaman, lekin qanaqadir og'riqli-da baribir. Masalan, bola aytadi, 1,5 yoshda ham ana belgilari yo'q edi. Kech yurgan, emaylamagan, misol uchun ontogenezi buzilishini aniq ko'rinishlari bor. Bu narsa ota-onani xavotirga solmaganda, yoki aytishadi, 1 oy, 2 oylik bola edi, bu sog'lom edi, bu tik turardi, bu tonusdan tik turgan. Yoki bola emaylamadi bola, bu emaylamasdan yurib ketgan. Bu dezontogenez ketdi bu yoqda. Yoki juda ko'p belgilar, masalan, juda ham tonusi pastligi, bo'shlik, anglamaslik, kontakt ushlamasligi juda ko'p belgilar bo'lgan, lekin onasida bo'lgan, otasida bo'lgan, qanaqadir qarindoshida bo'lgan, hattoki mana yaqinda bo'ldi 5 yosh poytaxtda yashab, hamma meditsina xizmatlari bo'lib turgan holatida o'ziga bir o'qimishli oila bolani 5 yoshgacha kutgan, o'tib ketadi, lekin bu o'tib ketmaydi.
Buni juda ko'p tushuntiramiz. Endi o'tib ketmaydi, qanaqa bu bir jiddiy jarayon, bu tibbiy psixik jarayonni buzilishi hisoblanadi. Shu holatda siz eng birinchi dastlabki qaysi belgilarda ota-onani tibbiyot xodimlariga murojaat qilishga chaqirgan bo'lardingiz? Aynan autizmda. Ko'pincha 2 yoshdan keyin o'zi ota-ona xavotirga tushishi kerak deb o'ylayman. Bizada ko'pincha 3 yosh, 4 yosh bo'lgandan keyin kech murojaat qilishadi. Sababki bizada shunaqa narsa borki, ya'ni buni ota-onasi yo qarindoshlari yo amakisi yo tog'asi u kech gapirgan. O'zi kech yurgan. Yana bitta jumla bor. Bola kuchini olsa yaxshi ketadi degan jumla bor. Ha, shunaqa. Albatta. Keyinchalik yana bitta narsa borki, birinchi murojaat 2 yoshdan keyin murojaat qilish kerak. 2 yoshgacha bo'lgan davrda murojaat qilish kerak. U qancha vaqtli, qancha yosh olib kelib bolani murojaat qilsa, shuncha tashxisotimiz erta aniqlanib, davo muolajasi yaxshilik bilan o'sha effekti yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni davo muolajasi samarasi yuqori bo'ladi deb o'ylayman. Birinchi o'sha autizmni asosiy birinchi belgilari menga ko'proq murojaat qiladigan narsa, ota-onasi ko'pincha orqasidan chaqirganda qaramaydi. Chunki lekin multik yo o'ziga yoqqan qanaqadir narsani qo'yib bersam, albatta qaraydi deydi. Birinchi asosiy shikoyati u gapirmasligi ham uncha muhim bo'lmaydi ularga. Birinchisi orqasidan chaqirganda qaramaydi deydi. Chunki shu belgini bilishadi-da. U paytda boshqa belgilar ham bo'lgan bo'ladi. Birinchi o'sha shubhamiz o'shanda autizm belgilari bor deb aytiladi. Endi men ota-onalarga tavsiyam, autizm deganda ko'p ota-onalar tushkunlikka tushib qoladi-da. Endi autizm bu xuddi gripp bo'lman, shamollanman deydi-ku, shunaqa termin hisoblanadi-da. Autizmni ichida juda ham katta tashxisot bor. Ya'ni autizm belgilari bo'lishi mumkin, autizmning elementlari, spektrlari bo'lishi mumkin, yo autopodobni o'shanga o'xshash belgilar ham bu uchrab turadi. Aslida shunga kasallik deb qaralmaydi-ku, holat deb qaraladi-ku, lekin biznikilar katta diagnoz, og'ir tragediya qilib yuborishadi. Shuning uchun endi ko'pincha bir xillar haqiqatan ham keladi. Ular tipik autizmlar, autistlar bo'ladi. Ularda ko'proq haqiqatan ham genda mutatsiya bo'ladi. Masalan, 2 yoshgacha bo'lgan qizlarda hech nima belgi bermaydi. Sog'lom qizchalarda gapiradi. 2 yoshdan keyin gap so'zi birdan orqaga qaytish jarayoni bo'ladi. Bu sindrom Retta degan tashxis bor. Bu qizlarda uchraydi. Ularda birdan gap so'zdan qoladi, hech qanaqa muloqot, hech qanaqa tashqi muhit bilan muloqoti butunlay uziladi. Faqat ularda qo'l yuvish simptomi deydi, qo'lini yuvib turadi, yo chapak chalish simptomi bo'ladi. Umuman barmoqlarning aktiv anaqasi. Albatta, har xil stereotipik движениялар deydi, o'sha har xil ixtiyorsiz harakatlar qiladi yoki xuddi mana bu kattalarda Parkinson kasalligi uchraganda ularda ham o'sha miyani o'sha piramida yo'llar zararlanish hisobiga dada yoki net simptomi deydi. Shunaqa simptom bilan uchraydi. Ularda haqiqatan ham qonda genetik tahlil qilganimizda genlarda o'zgarish, ya'ni mutagen genlar uchrab turadi. Shu anaqa fikringizni to'ldirmoqchiman-da. O'zi mana neyrokorreksiya ishlaymiz. Men ko'proq motor soha ishlayman. Yaxshi ko'raman juda ham. Buni sababini bilasiz. Men o'sha tonus, mushaklar u meni eng sevimli mavzuim. Chunki hali unga yana to'xtalamiz. Ko'pincha menga masalan 2 yosh, 3 yosh orasida kelgan bolalar jarayon tez o'zgaradi-da, o'zgarishlar tez bo'ladi. 4 yosh, 5 yosh, ayniqsa 5 yoshdan keyin tabiiy bilish kerak bo'lgan ko'nikmalar soni juda ko'p. 3 yoshda 2 oyda qilgan natijani 5 yoshda 6 oy, 7 oyda qilishga to'g'ri keladi-da. Shunga men bu mavzuni ko'targanim, qanaqa qilib hushyorlikka chaqirsak bo'ldi. Endi bundan buyog'i endi kamaymaydi. Baribir autizm endi ko'payadi. Bu holat deb qaraganimizda ham qanaqa qilib o'sha ota-onalar hushyor bo'lish kerakligini, hushyorlikka tortish kerakligi haqida gapirmoqchi edim. Xo'p, keyingi anaqa ozgina og'irroq men aytmoqchiman, ko'pincha ota-onalar xuddi hozir mana tashxis aytamiz-ku, tashxisni qanaqa kutamiz, xuddi shunaqa yengilroq tashxisni kutishadi. Keldik vrachga, iloji boricha masalan haqiqiy og'ir holatdagi autizm ota-onalarga ras deb yozib berilsa xursand bo'lishadi yoki aniq ras belgilari bo'lgan bolalarga ZPR, ya'ni ruhiy nutqiy rivojlanishdan orqada qolish yozilsa
xursand bo'lib ko'proq shu narsa haqida gapirgisi keladida. Yoki yana boshqa masalan STVG bo'lganda ko'proq masalan dominant tashxis boshqa, lekin qaysi pastroq bo'lsa o'sha haqida ko'proq gapiriladi. E'tibor ko'proq o'sha narsaga tortiladi. Hozir so'ramoqchi bo'lgan narsam o'sha F70, F71 yengil va o'rta darajadagi aqliy zaiflik bilan autizmni o'rtasidagi farq nozik-ku, bir-biriga o'xshash ko'p elementlari bor. Masalan, psixik jarayon buzilishida ham juda ko'p narsalar o'xshash, sensor buzilishlarining juda ko'p belgilari bir-biriga o'xshash, ajratish ozgina qiyin. Shu holatda nevrologiya nima deydi? Qanaqa qilib ajratadi? Yengilrog'ini yoziladimi yoki haqiqatda aqli zaiflik yoziladimi? Masalan, F70 degan tashxissizning o'zi NKB 10 butun dunyo tan olgan shunaqa diagnostika bor. F70 degani уже umственный отсталость, легкий степень, ya'ni ongni orqada qolishini yengil turi hisoblanadi. Endi bular ketaveradi. F71, F72 ular o'rta darajadagi aql ong fikrlashni orqadaligi, ruhiyat orqadaligi, og'ir darajada shunaqa turlari bor. Endi uni ko'proq bizani mavzu hisoblanmaydi. Uni psixiatrlar ko'proq shug'ullanadi. Ularda o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, debil, imbitsil, idiot degan turlari bo'ladi. Shunaqa og'ir turlari bo'ladi. Hattoki qoshiq olib o'ziga ham og'ziga ovqat olib solib yeya olmaydi. O'ziga o'zi xizmat qila olmaydi. Bular o'sha ruhiyat, aql ongni orqada qolishning juda ham og'ir turi hisoblanadi. Endi agar autizmga qanaqadir shubha bo'lsa, ko'pincha shu turar joy pediatrlari yoki vrachlari albatta bolalar psixiatriga bor deb aytadi. Bizning mentalitetga bu narsa juda bir yomon taassurot bo'lib hisoblanadi. Xuddi ularni psixiatrga bolasini ko'rinishi, mani bolam jinni emas, mani bolam mana bunaqa degan uy xayol keladi. Ko'pchilik hali bizada unaqa etika, estetikaga uncha nima qilishmaydi. Psixiatr desa ular darrov yomon xayolga borishadi. Lekin autizm tashxisi aniqlandimi yo o'sha siz aytgandek o'sha ZPR, o'sha aql ongni fikrlashda orqadalik bo'ldimi? Albatta nevropatolog, bolalar psixiatri, neyropsixologlar bilan hamkorlikda davolansa, hamkorlikda juda maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi aniq fikringizga qo'shilaman, chunki hali bizda mana bolalar neyropsixologiyasi nafaqat bizda ko'p davlatlarda hali yangi soha, ko'pincha hali to'g'ri tushunib olishmadi. Hattoki mutaxassislar to'g'ri tushunib olishmagan neyropsixologiya nimani o'rganadi. Neyropsixologga olib boring deb tavsiya yozishadi-ku. Kim u neyropsixolog? Mani bolam psixmaslik, qanaqadir ota-onani o'zida anaqa qo'rquv borda bu jarayonda. Xo'p, mana o'z-o'zidan hozirgi kunda eng dolzarb tortishuvli savoliga keldik. Bu nima? Autizm genetikmi yoki orttirilganmi degan savol. Bu bo'yicha ko'p tadqiqotlarni o'qidim, fikrlarni o'qidim. Oldin ham anaqa bunga o'zim qiziqaman. Nima? Butun dunyoda qanaqa tortishuvlar? Misol uchun bir guruh olimlar genetik ekanligini isbotlashga yoki genetik mutatsiya ekanligini isbotlashga harakatlar bor. Yoki yana bir guruhi orttirilgan. Bu mana natal, perinatal davrdagi qaysidir muammolar sababli kelib chiqishiga anaqa tadqiqotlar olib borishyapti. Sizni fikringiz qanaqa? Agar genetik emas demoqchi bo'lsangiz, men oldindan aytaman, o'zimni ham shu savol qiynaydi. Men o'ylayman ko'proq genetikmikin? Nimaga deganda, masalan, tadqiqotlarni 50-50 bo'lib turgani uchun o'zimni tajribamda aynan hozirgi shu kecha kunduzda bitta oiladan aka, uka, opa, singil yoki qarindoshlarning bolalaridan 2 ta, 3 ta, 4 tagacha bolalar bor. Keyin bitta oilada 2 talik bolalar juda ko'p. 2 ta ketma-ket ras tashxis qo'yilgan bolalar yoki bittasiga o'sha diqqat tarqoqligi, bittasiga ras qo'yilgan bolalar juda ham ko'p. Bu qanaqadir o'sha genetik ekan degan joyga ko'proq tortadi-da. Sizni fikringiz qanaqa bu bo'yicha? Autizmda yuqorida aytganimdek juda bitta autizm kasalligi deb o'zi qo'yib bo'lmaydi, chunki autizm o'zi juda katta tema hisoblanadi. Lekin kelib chiqishi sizni aytgan gaplaringizga, yuqorida gaplaringizga qo'shilaman. Bitta sabab bilan yo genetik yo orttirilgan yo tug'ma deb aytib bo'lmaydi.
buni o'zi asosiy sababi multifaktorial omillar hisoblanadi. Multifaktorial omillar degani bitta sabab emas, bir nechta sabab hisoblanadi. Mana qarang, men o'zim 20 yillik ish faoliyatim davomida, mana 20 yil oldin biza autizm kasalligi haqida juda ham defitsit bo'lganda, juda ham kam ma'lumotga ega bo'lganmiz. Mana shu yaqin 5 yil ichiga juda ham ko'payib ketdi. Shunaqa autizm tashxisi bilan, autizmga shubha bilan yoki o'sha siz aytgan ZPR, o'sha F70 degan tashxislar juda ham ko'payib ketdi. Endi buni sababi men aytganimdek multifaktorial omillar hisoblanadi. Mana solishtirib ko'ring. Qishloq joylarida, mana tog'li zonada yashaydigan aholida o'sha aholi bilan shahar joyida o'sha yashaydigan aholidan o'sha tug'iladigan farzandlarni solishtirsangiz, masalan, o'sha qishloq joyida 5 mingta, 10 mingta, 15 mingta aholidan bitta ham autizm uchramaydi. Lekin shahar joyida yashaydigan oilalarda albatta siz aytgandek bitta oiladan bitta, ikkita autizm uchraydi. Endi chet elni agar hisoblaydigan bo'lsak, ularda har 35 ta 40 tadan masalan rivojlangan davlatlar juda ham bitta autizm tashxisi qo'yiladi. Bu son juda ham ko'payib boryapti. Demak, birinchi sabab ekologik faktor hisoblanadi. Xo'p, mana o'sha oldinlari bizning onalarimiz yo o'sha qanaqadir o'sha xolalarimiz, qarindoshlarimiz o'sha hech qanaqa sintetik narsa yedirmagan, masalan, to'g'rimi? O'sha masalan 2 qat bo'lgan xotin o'zi o'sha 2 qat bo'lgandan boshlab sun'iy ovqatlanishni boshlaydi. O'sha ish jarayonida ham oddiy o'sha uyda tozalash kerakmi? Albatta pilososni ishlatadi. Pilososdan chiqqan o'sha ovoz mikroto'lqin albatta homilaga qanaqadir mayda to'lqinli ta'sirotlar albatta homilani o'sha embrion naychalarini, o'sha miya shakllanishini buzadi. Oddiy choy qaynatishga keladigan bo'lsa, nima bilan hamma uyda tefal nimasi bor, moslamasi, to'g'rimi? Choy qaynatgich, suv qaynatgichi. O'shalardan chiqadigan albatta maxsus o'sha ular qanaqadir to'lqinlar zararli ta'sir beradi yoki isitgichlar har xil yoki go'sht maydalagichlar hammasi o'sha vibratsiya bilan beradigan narsalar. Shu o'sha homiladorlikdan o'sha mana shu patologiya boshlandi. Endi bu yoqqa tug'ilgandan keyingi jarayonlarni ko'rsangiz, to'g'rimi? Ana misol uchun sun'iy ovqatlarni qancha o'sha tarkibida xohlaymiz, xohlamaymizmi qo'shimcha rangli konsentratlar bo'ladi. Ularda og'ir metall tuzlari bo'ladi. Mana boy xonadonlar, o'zimiz ham uni tan olish kerak. Hamma ota-ona ham uni tan oladi, biladi. Uyda hamma narsa bo'lsa ham, lekin albatta ularning bolalari ovqat zakasi qiladi, nimadir zakasi qilib yeydi. O'sha uyda yaxshi, misol uchun ovqat turgan bo'lsa ham, albatta magazinga chiqadi-da, borib rolton olib kelib yeydi. Xo'p, o'sha yegan boladan qanaqa bola tug'ilishi mumkin, masalan? Ularda qanaqadir o'sha og'ir metall tuzlari bor, yoki o'sha qanaqadir tarkibida o'ziga sal qaram qiladigan, o'ziga jalb qiladigan shunaqa moddalar bor. Ular hammasi sintetik moddalar hisoblanadi. Xuddi shu mavzuni ozgina davom ettiring. Mana juda ko'p muammo, savol bo'ladi. Aynan sensor integratsiya, sensor dezintegratsiya degan tushuncha oldin bo'lmagan-ku deyshadi. Bu qanaqa paydo bo'ldi? Bu oldin bo'lgan. Oldin sezgi tizimlari nimaga anaqa bo'lgan? Tartibli, hammasi joyida, yaxshi, buzilishlar kam bo'lgan, chunki tabiiy tug'ilish jarayoni ham ko'p bo'lganda, tabiiy tug'ilish jarayonining o'zi taktil va propriotseptiv tizimga juda katta to'yinish, nima desam, juda katta repetitsiyada o'sha nima deydi, sensor qidiruvni yopadigan narsa. Tabiiy tug'ilishni o'zi. Hozir bu kamayib ketgan. Endi operatsiya yo'li bilan oson yo'l. Bu endi men u mavzuga kirmayman, mutaxassis emasman. Nima uchun sensor buzilishlar ko'pligi? Masalan, men motor soha ko'p ishlaganim uchun aytaman. Birinchidan tabiiy o'yin. Tabiiy o'yinlar, mushaklar harakati, bo'g'imlar harakati, teri-taktil tizimi har doim aloqada bo'lgan. Masalan, cho'milishlar oddiy, yalang'och yurish, oyoq yalang yurish,
har xil botiqlikda yurish, keyin juda ko'p tabiiy o'yinlar, misol uchun milliy o'yinlarni hammasini sanash mumkin. To'g'ri, hozir aytganimiz bilan bu narsani qilib bo'lmaydi, lekin buni o'rnini bosuvchi boshqa narsalar bor. Masalan, sport aktiv. Hamma bu narsada aktiv emas, lekin men targ'ibotchiman. Ko'proq harakat ko'proq qilaman. Hozirgi yana bir narsa eshitishga bog'liq, ko'rishga bog'liq bo'lgan. Telefonda hammasi. So'cha reelslar, rangli, harakat tez. Nima uchun bolalar ko'proq reels ko'radi? Chunki juda ham ko'p chalkash ranglar, juda ham ko'p tez chaqiruvchi ovozlar, musiqalar, keyin shakllar har xil. Bu bolani o'rganishga olib keladigan narsa-da. Bu o'sha siz aytgan reelslar, har xil narsalar o'sha miyada gamma ergak retseptorlar bo'ladi. O'shani faoliyatini izdan chiqarib yuboradi. O'sha gamma ergak retseptorlarning buzilishi hisobiga yo sensor qo'zg'alish juda yuqori bo'ladi. Yuqori bo'ladi. Yoki risk tushib ketishi ham mumkin bo'ladi. Tushundim. Endi shu autizmda mana regress, orqaga ketish. Hozir aytdik, tashqi omil sabab bo'ladi, lekin mana ko'pincha aytadiki, ota-onalar bola endi sababini bilaman. Biz neyropsixologiyada ko'pincha 1-2 yoshi orasi o'sha buzilish davri, eng avj orqaga ketish davri deb qaraymiz-da. Bola aytadi, yaxshi gapirgan. Endi bizda ko'proq nutqni qiziqtiradi-ku ota-ona, nutqqa ahamiyat beradi. Gapirsin deb. Gapirgan, adadigan, oyadigan yoki anaqa qarayirdi, o'ynayirdi, lekin 1 yoshdan keyin, 1,5 yoshdan keyin 2 yoshda orqaga ketdi. Bu qanaqa sodir bo'ladi? Agar bu regress bo'ladigan bo'lsa, o'sha autizm tashxisi qo'yilgandan keyin neyropsixologga boradi, psixiatr, nevropatolog, hamma tor mutaxassislarga borgandan keyin ham davo muolajasi kor qilmasa, yordam bermasa, agar bolada regress bo'ladigan bo'lsa, albatta unda genetik tekshiruv qilish kerak. Qachonki genda mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, shunda autizmda regress, ya'ni orqaga ketish jarayoni sodir bo'ladi. Demak, o'sha regressni sababi hech qanaqa bir qo'rquv, emilash, yiqilib tushish, boshini urib olish, unaqa narsalar emas. U bitta ular sabab bo'la olmaydi. Endi har bir bola albatta yiqiladi, qo'rqadi. Nima hammasida autizm belgilari paydo bo'lib qolmaydi. Agar autizmda bolada orqaga ketish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, albatta genetik tekshiruv qilish kerak. Ko'pincha autizm tashxisi faqat autizm bilan qo'shilib kelmaydi. Chunki yosh bolalarda neyrofiziologik nezrelis deydi, ya'ni pushta egachalari to'liq shakllanmagani hisobiga ko'pincha tashxisot qo'yishga qiyinchilik yuzaga keladi. Shunaqa kasalliklar bor. Masalan, bolalar shizofreniyasi bor yoki umственный отсталость yo o'sha boshqa chuqur psixonevrologiический psixik kasalliklar bo'ladi, o'sha autizmga o'xshash bo'ladi. Albatta o'sha genetik tekshiruvi yoki o'sha qanaqadir bolada agressiya, qo'zg'alish yoki qanaqadir sensor buzilishlar kuchayib ketadigan bo'lsa, albatta genetik va psixiatr maslahati tavsiya beriladi. Xo'p, endi neyrovоспаление, neyroyallig'lanish hozir urfga kirgan, trenddagi modniy so'z. Urfga kirganda. Chunki bu avval bizda kam eshitardim. Hozir ko'proq nutritsiologlar yozib beradi. NSA, mana qarang, o'sha neyrovоспаление deydi. Sog'lom bola ham gripp bo'lsin, yo shamollasin, yo nimadir bo'lsa, neyrovоспалениеga topshirsangiz, chiqadi. Albatta положительный chiqadi. Endi qanaqadir ma'lum miqdorda o'sha sababchi bo'lishi mumkin, bir yordamchi bir faktor, omil bo'lishi mumkin, lekin 100% mana shu bilan kelib chiqadi deb aytib bo'lmaydi narsa. Xo'p, mana rast tashxisida topshirdi analiz, chiqdi neyroyallig'lanish yoki STVGda neyroyallig'lanish chiqdi. Butun diqqat o'sha yallig'lanishni davolashga qaratiladi. U qanchalik yordam beradi, masalan, rast tashxisida yengillashtirishga? Aytarli unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi. U yordamchi bir qo'shimcha dori vositasi sifatida nimadir yordam berishi mumkin. Основной bazaviy davo hisoblanmaydi. Tushundim. Endi ko'pincha ichaklarda, ularda autizmlarda ichakda, oshqozon ichakda bosh ichak sindromi deydi. Vegetavisceral sindrom deydi. Ichak ikkinchi miya deb qaraladi. Endi bu ham bir
teoriya hisoblanadi, bir ideyada, lekin aniq bir fakt yo'q. Kimdir o'sha ichida bosh miyani kompressori hisoblanadi deyishadi. O'sha qachon ichak yaxshi ishlasa, so'rilsa, toksinlar qonga so'rilmaydi, miya o'sish shakllanishi yaxshi bo'ladi deyishadi. Bu ham bitta gipoteza. O'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, qaysidir olimlar mana shunaqa ichakdan ham kelib chiqadi degan bir sabab bo'ladi. Lekin albatta autizmni o'sha davolashda probiotiklar beriladi. Ya'ni probiotiklar oshqozon ichaklar bo'ladi. Boya aytganimdek, mikroflorani yaxshilab turish. Mikroflorani vegetavisceralniy sindrom, bosh ichak sindromi degan narsa bo'ladi. U nafaqat autizmda, boshqa kasalliklarda ham masalan yuzaga keladi. Bosh ichak sindromi deganda, ya'ni o'sha bosh miyadan chiqqan nerv tolalari, ya'ni vegetativ narushение deydi. O'sha vegetativ buzilishlar bo'ladi. Vegetativ buzilishlar bo'lganda yo disbakterioz bo'ladi, yo zapor deydi, ichqotish yuzaga keladi. Bu hammasi markaz oliy miya po'stloq faoliyati bilan bog'liq narsa hisoblanadi. Xuddi shu narsa neyrokorreksiyada juda ham bilinadi. Misol uchun o'sha oshqozon ichak tizimiga ishlangan bola, ishlanmagan bola aynan rast tashxisida juda bilinadi. Chunki mana vegetativ tizim buzilib ketadi-ku, bolaga nima qilamiz? Mashqlar qildiramiz, majechkoviy stimulyatsiya, ikkita miya yarim sharini rivojlantirish uchun ishlanadi. Endi juda ko'p. Kognitiv soha, misol uchun harakatlar faolligi, vegetativ tizimda kuchli buzilish bo'lgan bola o'sha narsani xohlamaydi. Xohlamagandan keyin bajartira olmaysiz, bajartira olmagan natija yaxshi bo'lmaydi. Lekin baribir shu integrativ korreksiyani ichida tavsiya qilaman. Misol uchun men ko'pincha agar nutritsiologga bora olmasangiz, masalan nutritsiologlar hozir qimmat, endi yangi soha, hech bo'lmaganda gastroenterolog bilan ishlang. Bolani o'sha oshqozon ichak tizimini ozgina normaga keltiring deyman. Bu qanchalik bilinadi mana nevrolog sifatida sizga bolani o'sha tizim buzilishi ahamiyat berasizmi yozganingizda, mana nima deydi, davo muolajasi yozganingizda o'sha tizimga ahamiyat berasizmi yoki mutaxassisga yuborasizmi? Biza birinchi o'rinda miyada, bosh miyada, ya'ni organik buzilish bormi, yo'qmi? Qanaqadir miyada patologik o'choq bormi, yo'qmi, shuni aniqlaymiz. Masalan, miyani shunaqa bo'laklari bor, ichakda peristaltikasiga javob beradi. Agar o'sha bo'lakda qanaqadir ichakka javob beruvchi bo'lakda qo'zg'alish yo tormozlanishda o'sha buzilish hisobiga ichakda o'sha bosh ichak sindromi, ya'ni yuqorida aytgandek vegetavisceral sindrom bo'ladi. Biz albatta markazda davolaymiz. Neyropatologlar bosh miyani davolab beradi. Markazda davolab beramiz. Biz ko'proq antioksidantlar, ya'ni miyani oziqlantiruvchi moddalar ko'proq berish kerak bo'ladi. Neyropeptid moddalari ko'proq yozib beriladi. Endi bizning asosiy sohamiz biz bolalar neyropatologi, asosiy ishimiz biz pediatr. Pediatr neyropatolog biz. Albatta ichakka urg'u beriladi. Ichakka urg'u beriladi. Shunaqa endi autizm o'zi qo'shilib kelmaydi. Qabziyat bilan, shunaqa yoki disbakterioz bilan qo'shilib kelishi mumkin. Shunaqa autizmlar bor, epilepsiya bilan qo'shilib keladi. Shunaqa autizmlar bor, cherepnoy bilan qo'shilib keladi. Cherepnoy degani kalla ichi bosimini oshishi. Mana misol uchun havo bulut bo'lganda meteozavisimist deydi. Endi meteozavisimist degani qachonki havo bulut bo'lganda, yomg'ir yoqqanda, bizning xalq tilida magnit burya oshib ketibdi deydi. O'sha vaqtda autizm bo'lgan, cherepnoy bilan qo'shilib kelgan autizm bolalar juda ham bezovta bo'ladi, boshini uradi yo pollaga, boshini muzday joylarga boshini qo'yib yotadi. Albatta uni neyropatolog davolaydi. Demak, boshda qanaqadir organik buzilish ketyapti, organik jarayon buzilish jarayoni ketyapti. Unga biz simptomatik davo yozib beramiz. Lekin umumiy hisobda autizmni har xil davo usullari o'ylab chiqilgan, aniq standart davo usuli hozircha o'ylab chiqilgani yo'q bu narsada. Hozir mana anaqa ensefalogramma haqida gapirdik. Biz o'zim hamkasblarim ham ko'pincha oldin neyropsixolog bo'lib ishlamaganimda ham EEG bilan faol ishlardim. Chunki EEG ko'p narsani gapiradida bolani psixik holati haqida. Elektroensefalogramma, EEG
miyani miya po'stlog'ini elektrik aktivligini aniqlab beradi. Ya'ni o'sha miya po'stlog'ini funksional aktivligi qanaqa holatda o'shani bilib beradi. Mana masalan maktabga yaxshi o'qimayapti, ya'ni задержка школьных навыков deydi, ya'ni maktab programmalarini o'zlashtirishdan orqadir. Albatta elektroensefalogramma buyuriladi. O'sha autizmda ham, o'sha ZPR degan tashxisda ham buyuriladi. Sababki o'sha miyada bioelektrik aktivlik faoliyati qanaqa? Sustmi yo juda ham pastmi yoki o'sha ensadan chiqadigan alfa ritmlar bo'ladi. Alfa ritm deydi. O'sha alfa ritmni misol uchun sog'lom bolada o'sha bizga ahamiyatli. 12 Hz bo'lish kerak bo'ladi masalan. O'shalar tushib ketadi. Demak, miyada funksional buzilish, organik buzilish jarayoni ketyapti. Yoki exoensefalografiya qilinadi. Exoensefalografiya o'sha miyani qorinchalarida razmeri qanaqa? Misol uchun 4, 5, 6 gacha norma bo'lsa, bir xilda 10 chiqib ketadi yo 8. Demak, kalla ichi bosimi bor. Yoki reensefalografiya qilinadi yo dopplerografiya qilinadi. O'sha bularda qon aylanish tizimi qanaqa? O'sha miyada kislorod yaxshi yetib boryapti, miyada oziqlanish yetarlicha. O'shalarni bilish uchun bizda shunaqa autizmlar deb tashxis qo'yilganlar keladi. Albatta, bolani tekshirganda to'g'ridan-to'g'ri MRT ga ko'rsatma bo'ladi. MRT ko'pincha 3 testlar, endi hozircha 1,5 testlar ko'p buyuriladi. Ayrim holatlarda 3 testlarga, ya'ni ko'proq chuqurroq tashxisot qo'yish uchun bizga kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha ikki chakka, ya'ni endi ko'pincha bu epilepsiyalarda 3 testlar epiprotokol deydi, lekin imенно shunaqa autizmda bir qanaqadir bir chuqurroq tekshirish lozim bo'lgan holatda ham 3 testlarli MRT buyuriladi. O'sha epiprotokol deydi. O'sha ikki chakkani, o'shada ikki chakkada qanaqadir miyada organik buzilish bormi, yo'qmi, o'shani aniqlash uchun tekshiriladi. Lekin ko'pchilikda mana shu ko'rinib turgan rast tashxisi, endi ko'proq autizm deb gapirmayman, rast tashxisida MRT shart emas degan tushuncha bor. MRT agar mana ko'rsatma bo'lsa, MRT qilishga davo choralari o'zgaradimi? Albatta. Agar buni tor mutaxassislar ko'radi, nevropatolog, bolalar psixiatri ko'radi, ular tavsiyasi bilan qilinadi MRT. Bemorda ota-onasi o'zidan o'zi borib MRT qilib kela olmaydi. Ko'radi, bolada qanaqadir organik buzilish bo'lishi mumkin, nimadir qanaqadir sudirga bergan bo'lishi mumkin, yo qanaqadir bosh shaklida o'zgarish bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir qo'l oyoqlarda harakat cheklangan bo'lishi mumkin bo'ladi. O'shanaqa holatlardagina MRT tavsiya qilinadi. Bola keldi masalan, ko'rda MRT qilmasang bo'lmaydi deyish, u ham noto'g'ri narsa hisoblanadi. Aksariyat 70-80% holatlarda autizmlarga MRT tashxisi qo'yilmaydi. MRT tekshiruv buyurilmaydi. Ko'pincha elektroensefalogramma tekshiruvlari tavsiya qilinadi. Endi shu EEG bilan biz nimaga ko'proq anaqa ishlaymiz? Chunki erta real funksional holatini miyani bilib, keyin shunga qarab korreksion dastur tuziladi. Misol uchun aktivlashtirib yuboradigan bizda nima trenajyorlardan foydalanamiz. O'sha miya yarim sharini rivojlantiruvchi mashqlar borda, ba'zi holatlarda agar epilepsiya bo'lsa, og'ir formadagi epileptik holat bo'lsa yoki o'choqlari bo'lsa, ehtiyot qilinadigan o'zimiz ehtiyot choralarimiz borda, shunga qarab tuziladi. Buni har doim to'g'ri tushuntirib bo'lmaydi. Masalan, EEG yo'q tushmaganman desa, men aytaman, bitta EEG tushib keling, vrach aytmagan deb aniq qilishadi. Endi siz vrach emassiz, vrach bizga aytmagan. Shunaqa holatlarda men o'sha bolani olmayman. Chunki o'zimni ham, uni ham risk qilishni xohlamayman-da holatini. Yo'q, bunaqa narsa. EEG bo'yicha keladigan bo'lsak, faqat tor mutaxassislar buyuradi EEGni. Nevropatologlar buyuradi. EEGni ham qanaqa EEG qilinadi? Ko'pincha autizm tashxisi qo'yilgan. Vrachga bormagan bolalar haqida gapiraman. Yo'q, lekin buni tor mutaxassislar tavsiya qilish kerak bo'ladi. Qachonki mana EEG tavsiya qilinganda ko'pincha autizm bo'lgan bolalarda eng katta muammo elektroensefalogrammaga tushish muammosi hisoblanadi. Chunki 5 yoshgacha bo'lgan yoki 7 yoshgacha bo'lgan autizm bolalarni uxlatib berish. Albatta, ular tabiiy uxlatish. 7 yoshdan katta bolalar ham masalan EEGga eng minimal EEG tushish vaqti 15 minutdan 20 minutgacha. Ular jim tura oladi deysizmi? Aytganini qilmaydi masalan. O'sha. Komandalarni bajarmaydi.
unda ularga faqat tungi monitoring egi tavsiya qilinadi. Da, uxlagan payt. Yana bittasiki, autizm bo'lgan tashxisi bo'lgan bolalarda mayda funksional buzilishlar 15 minutlik yo 20 minutlik egi tekshiruvda chiqmasligi mumkin. O'sha egi tushganda egi normal holatda, ritmlar hammasi yoshiga mos deb yozish mumkin. O'sha holatga ko'pchilik o'shanga asoslanib, bola yaxshi ekan deb o'ylaydi ota-onalar. Buni albatta autizm tashxisi bo'lgan. Endi 14 yosh bo'ladimi, 12 yosh bo'ladimi, albatta tungi egi tushirish tavsiya qilinadi. Minimal tushish vaqti 1 soatda ham chiqmasligi mumkin. 2 soatdan 3 soatgacha bor. Ayrimlar bor 8 soatda egilar ham tushirish tavsiya qilinadi. Bitta ehtiyot nimasi borda, masalan, bilamiz baribir mana bolalar miya falajida ham, umuman jismoniy cheklanishlarni hammasida yoki o'sha ruhiy, aqliy rivojlanishdan orqada qolishi ham salkam hammasida baribir reabilitatsiya, baribir qayta ishlash, qaytadan o'sha yo'q bo'lgan funksiyalarni qaytadan tiklashda tabiiy yo'l bilan. Shunaqa paytda ko'pincha epilepsiya xalaqit beradi ko'p bolalar. Men o'zimda ko'p, misol uchun epilepsiya qachondir bo'lgan, lekin hozir ham saqlanib qolgan, dori ichib yuradigan bolalarim bor. Uni ehtiyot choralarini ko'rib ishlayman albatta. Misol uchun kuniga 20 marta sudurga beradigan bola uyida bo'ldi, norma ota-onaga, lekin kelib mani yoki boshqa bir hamkasbimni oldida shu narsa bo'lsa, ota-onani unga reaksiyasi boshqacha bo'ladi. Bu ataylab qildiga o'xshab chiqadi-da. Shunaqa holatlarda misol uchun epilepsiya borligi uchun reabilitatsiya qila olmayotgan ota-onalar juda ko'p qo'rqadi, sudurga qo'zg'ab qoladi, qilmayman. Bola buni natijasida jismoniy, ruhiy, aqliy hamma rivojlanishdan yana ham ko'proq orqada qolishni boshlaydi. Umuman qanaqa o'zi bu jarayon bo'ladi? Masalan, epilepsiyasi bor, lekin reabilitatsiyaga muhtoj. Nima qilish kerak? Ko'pincha autizm tashxisi qo'yilgan bolalarda epilepsiya holati 3% dan 5% holatlarga uchraydi. Lekin shunaqa narsa borki, siz yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, sensor buzilishlar aytdingiz, to'g'rimi? Sensor buzilishlar degani o'sha miyada gamma ergak sistemani buzilishi hisobiga qo'zg'alish oshib ketadi. Sezgi juda yuqori bo'ladi. Mana misol uchun shovqin bo'lganda ham qulog'ini yopib oladi. Bolalarda shunaqa qo'zg'alishda juda kuchli stress bilan qabul qilishadi. Shunaqa bolalarni masalan elektroensefalogramma tekshiruv qilganingizda albatta ularda epileptik o'choq chiqadi. Lekin onasidan so'rasangiz yo anamnezini yaxshilab yig'sangiz, bolada umuman tutqanoq xuruji aniqlanmaydi. Autizm tashxisi bo'lgan bolalarni 60-70% holatida elektroensefalogramma qilganingizda epileptik o'choqlar belgilari yo sudurgini achaklari aniqlanishi mumkin. Ya'ni bu degani bola bo'ldi, sudurga beradi yo sudurga tayyor degani emas. Lekin baribir reabilitatsiya qilish kerak. Baribir reabilitatsiya markazlari hozirgi kecha kunduzda endi bizaga yuzaga chiqapti. Endi o'sha asta-asta bu yo'lga qo'yiladi. Reabilitatsiya markazlari, ya'ni mana доказательная meditsina deydi, isbotlangan meditsinada autizmga yordam beruvchi asosiy metod hisoblanadi. Endi bu neyropsixologning ichiga juda ko'p narsa kiradi. Juda ko'p. Sensor integratsiya, EB terapiya, harakat terapiyalar, ABA terapiya. Ya'ni masalan siz juda serharakat, giperaktiv bolani o'sha ortiqcha energiyasini o'ziga chiroyli qilib o'sha yig'ib jamlab berishingiz mumkin. Yoki nabarot o'sha sezgisi past bolalarni, tonus past bolalarni ularni oshirishga albatta o'sha sizni ko'magisiz tor mutaxassislarning o'zi bilan autizmni o'sha kasalligini boladan chiqarish qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman. Biz mana xorijiy tajribada umuman rivojlangan davlatlarni salkam barchasi juda ko'p protokollarni o'rganib chiqdimda. Asosiy g'oya multidisiplinar yondashuv, o'sha integrativ yondashuv, bir paytda ko'p sohalar, ko'p mutaxassislar bilan ishlash. Bu qanaqa bolani holatiga qarab
tanlanadi. Qaysi mutaxassis qachon kerak? Masalan, neyropsixolog qachon kerak? Abaterapevt qachon kerak? Nevrolog qachon kerak? Buni o'zini bolani holatiga qarab qaysi mutaxassis qaysi jarayonni olib borish belgilanadi. Endi aytmoqchiman, hozirgi kunda juda to'g'ri tushunaman. Bu narsa bizda rivojlanib kelyapti. Bu juda ham anaqa xursand bo'ladigan holat. Lekin bu uzoq va qimmat jarayon. Uzoq davom etishi kerak, chunki tabiiy yo'l bilan, misol uchun neyrokorreksiya bu tabiiy yo'l bilan bola orqada qolayotgan ko'nikmalarni bitta terish deganida, o'shani hosil qilish, sensor buzilishlarni tabiiy yo'l bilan o'sha defitsitlarni to'ldirib borish, bolani ijtimoiy hayotga moslashtirish, bolani tashxis natijasida buzilayotgan xulq atvorini korreksiyalab borish, bularni hammasi uzoq jarayon. Bu bitta ukol qilding, dori qilding bo'ldi emasda. Endi bu uzoq jarayon afsuski qimmat, chunki bu hozir bizda salkam bilmadim necha foiz, balki 99 dir xususiy sektorning qo'lida bu narsa. Bu narsaga ham xursand bo'laman, ham ozgina xafa bo'ladigan joyim, xursand bo'ladiganim. Misol uchun tabiiy o'zi shu sohalar paydo bo'ldi, tabiiy kirib keldi bizga. Bu tabiiy rivojlanish bosqichiga chiqdi, izlanishlar juda ko'p. O'rgatish ham xususiy sektor tomonidan, ishlash ham xususiy bo'lib ketdi. Misol uchun sentrlar, juda malakali mutaxassislar, defektolog, neyropsixologlar, abaterapevtlar malakali. Bu narsa qimmatligini men ozgina izohlamoqchiman, qanaqa qilib. Buni hech biri O'zbekistonda o'qilmayapti. Buni hammasi xorijiy tajribadan o'rganib, misol uchun oddiy o'zim ham xuddi shunaqa. Bu arzonga o'rganilmayapti. Tabiiyki, arzonga o'rganilmagan narsa arzonga o'rgatilmaydi. Yoki o'sha ishlash jarayoni ham arzonga bo'lmaydi bu narsa. Nimaga aytmoqchiman? Hozir masalan ayni payt emasmi? Davlat bu narsaga 100% yordam bermasa ham baribir davlatning ulushi bo'lishi kerak. Chunki mana DTP sentr bor, deymiz, endi sentr deymiz. Bolalar ruhiy asab kasalliklari klinikasi filiallari bor. Har bir viloyatlarda, yo hududiy jihatdan menimcha, hududiy jihatdan filiallari bor. Bu ancha juda katta yordam. Juda katta yordam. Misol uchun o'rtacha sharoitda yashaydigan oilalar uchun davlat yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Lekin hozircha aynan autizm tashxisi bo'yicha juda katta qo'llab-quvvatlovni yoki ko'rmayapman. Yo'q, bu juda ham aytganingizdek juda ham dolzarb muammo hisoblanadi. Lekin hozirgacha kunduzda bu Sog'liqni saqlash vazirligi, prezidentimiz bu dasturga tushgan narsa hisoblanadi. Bu kelajakda bu narsa keng yo'lga qo'yiladi. Sababki bu autizmmi yo boshqa neyrogenetik kasallikmi, bu bir marta davo olib bo'ldi, sog'lom 100% yaxshi bitadigan narsa emas. To'g'ri, siz aytgandek uzoq davolash talab qiladi. Mana hozirgacha kunduzda mana imkon bog'chalar har bir tumanda ochildi. Bu ya'ni o'sha ruhiy asabi, aqli ongi orqada qolgan autizm bolalar uchun bu keng imkoniyat hisoblanadi. Bu dasturlar ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa o'sha kengaysin. Chunki sababki siz aytgandek hammani ham mablag'i yetmaydi. Chunki har bir bitta neyropsixologga boradi, defektologga boradi, logopedga boradi. Buni hammasi baribir iqtisodiyotga bog'liq, pulga bog'liq bo'ladi. Endi uni o'sha olib borgan ota-onani bitta bolasi emasda, undan tashqari 3-4 ta bolasi bo'lishi mumkin. Lekin bu yo'lga qo'yilgan, bu dasturlar ishlab chiqilyapti. Albatta bu kelajakda bu yo'lga qo'yiladi. Bu o'sha xalqimiz uchun ancha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Samarali bo'ladi deb o'ylayman. Yana shunaqa tushuncha bor. Misol uchun o'sha yana rivojlangan davlatlarda umuman autizm tashxisida birinchi mavzu shunaqa, birinchi harakat degan tushuncha bor. Eng avval harakat degan tushuncha bor. Bu degani nutq rivojlanishiga, ruhiy rivojlanish, aqliy rivojlanish hammasiga harakat orqali erishish degan tushuncha bor. Bu juda ham men yaxshi ko'raman, chunki asosiy yo'nalishim shu. Harakat, mushaklar, bo'g'im orqali borish. Siz aytgan narsani, masalan, qanaqadir 2 yoshda olib keldimi bolani, 3 yoshda olib keldimi, meni tavsiyam, menimcha shunaqa qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Mana bitta bolachani olib keldi ota-ona. Men bolamdan mana shunaqa tashxis deb aytadigan bo'lsa, bitta katta xona beriladi-da, o'sha bolacha qo'yib yuboriladi.
oynadan buyog'iga albatta tor mutaxassislar turishi kerak bo'ladi. Hatto Shunaqa, pediatrgacha turishi kerak. Pediatr, psixolog, neyropsixolog, psixiatr, neyropatolog bolani minimal darajada 1 soat davomida kuzatiladi. Har bir mutaxassis o'ziga kerakli belgilarni, simptomlarni yozib olish kerak bo'ladi. O'shandan keyin o'sha klinический o'tirib, ular o'sha birgalikda hamkorligida o'sha bolachaga tashxis qo'yiladi-da. Keyin lozim bo'ladigan shunaqa autizmlar bor, misol uchun tushunchasi yo'q bolalarning. Ularga umuman logoped tavsiya qilinmaydi. Chunki tushunchasi bo'lmasa uni laga massaj qildi, laga mashq qildi, hech qanaqa nafi bo'lmaydi. Shunaqa ko'r-ko'rona keraksiz narsalarni olib tashlasa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Hozir mana ayni shu muammo ko'p ota-onalar bilan men o'zi ko'p muloqot qilaman onalar bilan, chunki neyrokorreksion jarayon shunaqaki, bugun keldi 1 soat mashg'ulot emasda, u hayot 24 soat bolani korreksiyasi, 24 soat rivojlanishga ishlash kerak. Uning uchun onalar anaqa bilish kerak. Bizani onalar endi 99% holatda qachonki kelmaydi sizga, 99% holatda iqtisodiy o'sha puli yo'qligi hisobiga kelmaydi. Endi 1% holati bundan mustasno hisoblanadi. Endi bizani bilasizki, o'zbek xalqimiz bolajon xalq hisoblanadi. Shu iloji bo'lsa og'zidagi shu nonni olib ham shu bolasiga yediradi. O'sha sizga kelmay qolgani ham o'shani yaxshilab surishtirsangiz, shu mablag'i bo'lmaydi shu bechora. Shuning uchun mana hozir boshqa ko'pgina kasbdoshlarim bor. Shunaqa ishlaymizki, mana o'zim albatta ota-ona bilan vazifa. Mana bugun men buni qilaman, 2 kun siz buni qilasiz. Keyingi kelgunizcha sizga topshiriq, video yuboring. Qildingizmi, qilmadingizmi? O'zgarish yaxshi bo'ladi. Ko'proq ota-onaga o'rgatish. O'sha uyda yashayotgan nima deydi? Hammaga, oila a'zolari bu korreksion muhitda yashash kerak edi o'sha bola uchun. Buni tushuntirish ko'proq o'sha targ'ibga borib taqalyapti-da. Xudo xohlasa endi davlat tomonidan bu narsa ko'proq imkoniyatlar yaratilsa, hamma u puli bor, puli yo'q, hamma shug'ullanishni boshlasa, tushunish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Yana shu joyiga so'ramoqchiman. Mana shu hamma narsaga harakat orqali dedik, bu ham korreksion jarayon kompleks, integrativ yondashuvda bor bolalar xulq-atvori og'ir, bu tashxisi hisobiga, o'sha organik buzilishlari, boshqa sabablarning hisobiga. Albatta aboterapiya juda ham kerak. AB ham deymiz, ABA ham deymiz. Birga kompleks. Bitta o'zim masda bu yoqda ko'pchilik, misol uchun nevrolog, neyropsixolog, harakat terapiyasi, aboterapiya juda ko'p. Endi savolim xorijiy tajriba. Bilasiz, o'g'lim bilan ishlagansiz, juda ko'p davlatlar bilan onlayn konsiliumni juda ko'p qilganman. Hozir sanog'ini bilmayman, lekin o'sha meditsina eng rivojlangan davlatlar, misol uchun Izrail, Amerika, Germaniya takror bu narsalarni tashkil qilganman. Nimaga? Misol uchun sohaga kirdim, umuman mutaxassisligimni o'zgartirdim, qayta oliy ta'lim o'qidim bu narsa uchun. Lekin bilaman, shu foydasiz. Shu ani yuragingizda turaveradi-da, qilaychi, so'raychi bir narsadirmikin, umid kutasizda. O'sha konsiliumlar xuddi siz aytgandek bo'ladi. Misol uchun onlayn bo'lgan taqdirda ham siz aytgan 4 ta 5 ta kamda, misol uchun Germaniya bilan Izrail alohida aytaman. 5 ta 4 ta mutaxassis turgan, 3 soat davom etgan konsiliumgacha bo'lgan proses o'zi juda ko'p narsa topshirasiz. Unda ham juda ko'p kuzatadi. Davom etdi. Xulosa o'zbeklarga to'g'ri kelmaydigan xulosa. Masalan, menga xulosa bergan vitaminizatsiya, umumiy o'zim bilgan narsalar, to'xtovsiz reabilitatsiya palon yoshgacha. Misol uchun o'g'limga 5 yoshgacha bu narsani siz o'g'lim 18 kunligida aytib bo'lgansiz. Buni bilaman men. Shu, lekin yana qayta murojaat qilaveramizda. Hozir ko'pchilik mana so'raydi, xorijga olib boraymi, olib bormaymi? Men aytamanki, agar yeb ichar pulingizdan, misol uchun yashab turgan uyingizdan, bir yashashga zarurati bo'lgan joyi sotib bormasangiz, borib ko'ring. Sizda qanaqa shu xorijga olib borib kelish haqida fikringiz? Endi men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bizani hamma narsani chet eldan o'rganish maqsadga muvofiq emas deb o'ylayman. Biz o'zimizga kerakligini ajratib olishimiz kerak. Chunki ularni ko'p metodlari, ko'p qo'llaniladigan narsalar adaptatsiyaga urg'u beradi-da ular. Ya, mana ko'p narsani bizada ma'qul kelmaydi. Men hayotiy o'sha ish davomida shu narsani kuzataman. Masalan, ko'pchilik o'zayli hujayra ko'chirib o'tkazish deydi.
bu narsa Moda. isbotlangan meditsinada yo'q narsa. Autizmda ayniqsa davo samarasi unchalik qanaqadir ma'lum miqdorda nimanidir sezganday bo'ladi, u ko'proq psixologически shunaqa ko'rinadi. Lekin autizmda yo boshqa kasalliklarda isbotlangan meditsina, доказательный meditsinada o'zakli hujayra ko'chirib o'tkazish davo samara bermaydi. Hozir menda ko'p shunaqa, endi ko'pmi bilmadim, bir 10 tadan oshiq bolaga o'sha nima o'zakli hujayra ko'chirib o'tkazish stalovoy пересадкаdan keyingi reabilitatsiyaga ishladim. Chunki ko'p berarkan tavsiya, operatsiya o'tdi, aktiv 20 kun 40 kun davomida sensor integratsiya ishlash, neyrokorreksiya, barokamer tavsiyalari bo'lar ekan. Ko'p bolalarga ishladim. Endi shu bolalarni ko'pchiligini doyi posle bilamanda. Oldin qanaqa bo'lgan, keyin qanaqa bo'lgan. Natijani mutaxassis sifatida sezaman. Ota-ona sezadi, lekin tashqi tomondagi odamlarga sezilmaydi bu narsa. Chunki juda mayda, juda bilinar bilinmas, ayniqsa bu sensor buzilishlar bilan bog'liq. Yaxshilanish ko'proq kuzatilyapti, lekin begonani ko'zicha, misol uchun o'zi ko'pincha o'zbeklarda nima? Asosiy umid gapirib ketish. Boshqa muammolar turadi, gapirib ketsin, mana stimulari yo'qolsin, ko'p mana shu nojo'ya xatti-harakatlari yo'qolsin degan juda talablari shu. Aslida u narsaga ko'p ta'sir qilmayapti, ko'proq sensor buzilish. Yaxshilangan holatlari bor, anglash kuchaygan holatlari bor, lekin tashqiga bilinmaydi. O'sha siz aytgandek chet elga chiqishi ma'qulmi, maqsadga muvofiqmi, yo'qmi degan savolingizga yana bitta javob. Shunaqa bo'ladiki, ota-onada armon degan narsa bo'ladi. Ha, qo'shilaman shunga. Armon degani nimaga men shu davlatga olib bormadim, men shunaqa ediki, shuni olib borsam bo'laydiki, men shu palonchi doktor meni yo'ldan uruvdi, men shunaqa qilib degan o'ylash bo'lmasin deb menga shunaqa aytishganda men aytaman, men shunaqa armon bo'lib qolmasa, sharoiting ko'tarsa, men shu orttira olsang, bitta borib ko'rinib kel deb tavsiya qilaman. Xuddi shu narsa bu meni tajribamda. Misol uchun shuncha davlatga borib kelish qimmat, biz nima yo'li? Armon bo'lmasligi uchun onlayn u ham arzon turmaydi. Lekin shuni qilmasangiz xuddiki bolam shu joydan chiqib ketardi degan umid saqlanib qolaveradi-da. Menda ko'p adabiyotlarda o'qigandaman, bir bemorcha keldi. U bemorchada tashxis siz aytgandek ZPR tashxisi qo'yilgan ekanda. Moskvada unga bitta diskni tavsiya qilishibdi. Diskda bu Eshitish, ashula, muzika. Alfa muzika. Endi o'sha vaqtda juda ommalashgan, trendga chiqqan. Ular ham o'sha современный o'ziga to'qoylar iqtisodiyot tomonidan. Keyin qancha ekan uni deyapman-da. $1,5 ming. $1,5 ming, $2,000 u bu deyapti-da. Keyin shunaqa adabiyotda men o'qiganman, haqiqatan ham biz musulmon u narsani to'g'ridan-to'g'ri tan olish kerak. Qur'on suralarini eshitishni men tavsiya qilganman shu bemorga. Albatta o'sha kechqurun yotganda o'sha bolasiga Qur'on suralarini eshittirgan. Endi Qur'on suralari shunaqa ilohiy kuchga egaki, o'sha miyani o'sha aql onga javob beruvchi mana eshitish markazlari chakka bo'lagidan peshona bo'lagacha o'sha zvuklarni borishi o'sha miyani stimulyatsiya qilib neyronlarni rag'batlantirib o'sha bolacha hozir mana 11-sinfga o'tdi, sog'lom maktabga o'qiydi. Sport yo'nalishi bo'yicha, boks bo'yicha birinchi o'rinda jahon chempioni. Va shunaqa narsalarni ham hayotiy tajribamda kuzatganman. Mana bizda shunaqa narsa bor, neyrokorreksiyani ham uzoq muddat, xo'p, umr bo'yi deylik, oilaviy hamma narsa baribir korreksiya bo'lishi kerak deb aytdim, lekin uni ham muddati bor. Masalan, 11-12 yoshgacha bo'lgan bolalar, aynan ras tashxisli bolalar 11-12 yoshgacha yaxshi rezultat qilsa bo'ladi, natija qilsa bo'ladi. 11-12 yoshgacha bu juda katta nima sekinlashadi. Katta farq bilan sekinlashadi. Endi 5 yoshgacha bu eng pik, yaxshi payti, yaxshi rivojlanish qiladigan payt hisoblanadi. Xuddi shu narsani rasda, STVGda dori-darmon bilan davolash chegarasi bormi? Bo'lsa qayergacha? Yoki qancha vaqtgacha, qachon? Endi ZPR bilan ZPR yo autizm yo SDVG degansiz, masalan, autizm bilan SDVGni solishtirib bo'lmaydi. Chunki SDVG sog'lom bolada ham uchraydi. Ya'ni endi autizm belgisi bilan kelgan holatida ko'pda o'zimning tajribamda ko'p bo'lgan. Endi
miyani anatomический shakllanishini hisoblaydigan bo'lsangiz, albatta nima harakat bo'lsa ham maktab yoshigacha qilinadi. 2 yoshdan maktab yoshigacha nima davo muolajasi bo'lsa, o'sha maktab yoshigacha davo samarasi yaxshi bo'ladi. Autizm kasalligini endi ko'proq qancha erta tashxisot qo'yilsa, ya'ni 2 yoshdan 1,5 yoshdan 2 yoshgacha deylik, o'sha vaqtda oralig'ida agar to'g'ri tashxisot qo'yib, to'g'ri davolansa, davolash o'sha dori ukol vositasiga keladigan bo'lsak, faqat nevropatolog simptomlarni davolaydi. Masalan, autizm bolalarda qo'zg'alish juda yuqori bo'lishi mumkin. O'sha qo'zg'alishni yo'qotish uchun yoki kalla ichi bosimi oshib ketishi mumkin. Kalla ichi bosimini tushirish uchun miyani rag'batlantiruvchi vitaminlar yozib berishi mumkin. Menimcha autizm tashxisi to'liq qo'yiladigan bo'lsa, bularga ukolli shaklda muolaja qilinmagan ma'qul deb o'ylayman. Shunda agar kuchli masalan tinchlantiruvchi doriga ehtiyoji bo'lmasa, bolani o'rta holatdagi ras bolalar har doim ukol doriga ehtiyoji bo'lmasligi mumkin. Ko'rsatma bo'yicha inyektsion muolajalar yozib beriladi. Ko'rsatma bo'yicha. Masalan, shunaqa autizmlarda umuman markaziy sentralniy deydi, anoreksiya deydi. Ishtaha bo'g'ilishi bo'ladi. Umuman ular autizmda eng xos bo'lgan belgi bilasizku, juda ham ovqat tanlab yeyish bo'ladi. Bir xillik xos bo'ladi, faqat bir xil ovqat yeydi. Sensor buzilish bo'ladi. Bu ham sensor buzilish bo'ladi. Yoki o'sha boshqa yegan ovqati oshqozon ichakka allergik fon bo'lib kiradi. Ya'ni hazm qilish perivariyni buziladi. Bu ham vegetativ nerv sistemasiga bog'liq bo'ladi. O'shunaqa holatlarda vegetativni to'g'irlash uchun ko'pincha yo ishtaha markazini qitiqlash uchun inyektsion davo muolajalari yozib beriladi. Xo'p, mana dorilar haqida shunaqa tushuncha bor. Ota-onalarda ham, mutaxassislarda ham, hatto o'zimda ham shunaqa, chunki tajribamda kuzatdim. Doimiy dori qabul qilib yuruvchi bolalar bor. Bular qaysi? Masalan, tinchlantiruvchi, birinchi o'rinda doimiy tinchlantiruvchi dori yuradigan bolalar yoki tutqanoq xurujiga qarshi dori ichib yuradigan bolalar yoki tonusi tushiruvchi dori miya relaksant dori vositalari. Dori vositalarini ichib yuradigan bolalar bor. Bularda rostdan ham shunaqa aqliy ruhiy rivojlanishdan kechikish kuzatiladimi yoki shunaqa tuyuladimi bizga? Lekin tajribada xuddi kuchaygandek ko'rinadi. Yo'q, mana bunaqa narsa. Oldinlari talvasa xurujiga qarshi dori preparatlari, ya'ni antikonvulsant preparatlar bo'lgan. Masalan, ularning gruppasiga oldinlari benzanal, fenobarbital gruppasiga kiruvchi dori vositalari bo'lgan. Bular haqiqatdan o'sha jigarga toksik ta'sir qiluvchi yoki organizmga kumulyatsiya yig'iluvchi ta'siri bo'lgan. Ular haqiqatdan ham gamma ergik sistemani tormozlovchi xususiyati bo'lgan. Bular haqiqatdan ham o'sha organizmni ma'lum miqdorda tormozlashga sabab bo'lgan. Ya'ni miyada shunaqa nerv hujayralari bor, mitoxondriyalar deydi. Bular miyani oziqlanishiga javob beradigan nerv hujayralari hisoblanadi. Ular ko'proq antioksidant modda ishlab chiqaradi. O'sha miyani oziqlanib, o'sib shakllanishiga javob beradi. Ular to'g'ridan to'g'ri o'sha fenobarbital, benzanal guruhiga kiruvchi dorilar mitoxondriyani zararlagan. Bu ya'ni miyani tormozlanishiga olib kelgan haqiqatdan. Hozirgi kecha kunduzda bular qachonki to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma bo'lgan taqdirdagina ishlatiladi. Hozirgi antikonvulsant, ya'ni talvasa xurujiga qarshi dori vositalari toksik ta'siri juda ham kam. Himoyalangan. Bu shunaqa ishlab chiqilganki, o'sha organizmga zararsiz chiqib ketishi uchun ishlab chiqilgan dori vositalari hisoblanadi. Endi bu talvasa xurujiga qarshi dorilar, endi birinchi pokoleniya, ikkinchi pokoleniya, novoy pokoleniya. Hozirgi mana antibiotiklar ham bor. Mana pensilin gruppasi, 3-gruppa, 4-gruppa sefalosporinida xuddi bizada ham talvasa xurujiga qarshi birinchi, ikkinchi, uchinchi. Hozirgi современный deydi, zamonaviy davo muolajalarida toksik, ya'ni zaharli ta'siri organizmga juda ham kam. Endi tinchlantiruvchi dori vositalari, ya'ni autizm bo'lgan bolalarda maksimal darajada uni turlari bor, yengil, o'rta, og'ir turlar. Yengil turlarida yengil sedativ dori vositalari, ko'proq o'tlardan tayyorlangan, giyohlardan tayyorlangan maxsus dorilar beriladi. Ikkinchi turlarida
shunaqa dori ximik tarkibga ega yengil antidepressant dori vositalari beriladi. Endi 3-turlari bor. Bularda qo'zg'alish, sensor buzilishi juda yuqori, agressiya, ya'ni agressiya tajovuz qilishlar, autoagressiya deydi. O'zini o'zi jarohatlash, fizik agressiya, misol uchun qo'liga nima bo'lsa aymasdan o'sha holatlarda kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari beriladi. O'shandagina o'sha oldini olish, jigarga toksik zararlamaslik uchun albatta gepatoprotektorlar bilan, iubiotiklar bilan, prebiotiklar bilan o'sha birinchi kunni o'zida beriladi. Bu lekin mana neyrokorreksiyada bu bilinadi. Masalan, ishlab yurgan bolangiz tinchlantiruvchi dori ichdi. O'z-o'zidan bolada misol uchun birinchi o'rinda balki tuyular, kontak ushlashi buzilgandek, bola qanaqadir anaqa nima deydi? Bo'sh. Chunki retseptorlarni bloklaydi u. Ha. Uyquchalik chaqiradi. Shunaqa paytda korreksiya yana ham yaxshiroq, ko'proq bosim bilan davom etish kerakmi? Yo'q, yoki qanaqa o'sha o'zini etapida yoki to'xtatib turish kerak? Mutaxassis o'sha lecheniani yozib bergan, davo muolajasini yozib bergan mutaxassisga murojaat qilish kerak. Bu doimiy emas demak, har doim. O'shandagina o'sha ichib turgan dorisini masalan yarimtadan 2 mahal ichadigan bo'lsa, u sizga xalaqit beradi. Sanlivi bo'shashgan, hech qanaqa komandalarni funksiya nimalarni bajarmayapti. O'sha davo muolajasini yarimta emas, 4dan 1 dozani kamaytirib boradi. O'zi ko'pincha grafik bilan beriladida, bu aniq har kimga ham emas. Kasalligi bo'yicha masalan u doza bilan berish ko'pincha dozani oshirish yoki ko'paytirish bu ko'proq tutqanoq kasalligi uchun beriladigan narsa. Tutqanoq kasalligi bilan murojaat qiladiganlarga siz menimcha reabilitatsiyani unaqa uzoq olib bora olmaysiz. Yo'q, umuman uzoq olib bora olmaysiz. Chunki qancha ko'p uzoq olib borsangiz psixologik zo'riqish hisobiga triggerni, ya'ni reflektor zonani qo'zg'atish hisobiga yana sudorga qaytalanishi mumkin bo'ladi. O'sha eng nozik mana ishimizni eng nozik joyi mana shuda. Hali sizga bekorga shuni aytmadim. RAS F70-71 farqini so'radim-ku. O'sha mana tutqanoq bo'lganda yoki aqli zaiflik bo'lganda ishlash juda qiyin-da korreksiyada. Bir xil temp bo'ladi ko'pincha. Sensor buzilishda RASda har xil bo'ladi, chiqib ketasiz. Tanlab to'g'ri korreksion reja bilan chiqib ketsa bo'ladi. Lekin bunda qaysidir etapga kelasiz, majbur bo'lasiz orqaga qaytishga. Aytmoqchi bo'lgan, mana tabletka o'sha dorilar ichib yuradi tinchlantiruvchi. Bola qilmaydi hech qanaqa vazifangizni, lekin ota-ona to'xtamaydi. Yo'q oling, xo'p, ozgina o'ziga kelsin. Masalan, qanchadir period. To'g'rimi? Misol uchun 10 kun, 15 kun to'xtatib turaman-da. Yoki unaqa qilish kerak emasmi? Yo'q, agar bolada shunaqa holat bo'lganda albatta period tanaffus beriladi. Endi mana o'sha maqsadli dori yozib bersa, retsept vrach yozib bersa, maqsadli kerakli vaqtda yozib bersa, maqsadga muvofiq bo'ladi misol uchun. Agressiya holati, misol uchun o'zini o'zi urish, o'zini o'zi jarohatlash o'sha o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qo'llarini tishlab g'ajib tashlaydigan bolalar bor. Sababi bor. O'sha bola haqiqatdan ham ruhiy qiynaladi. O'sha sensorika, vegetativ nerv sistemasi nima qilgandan keyin xuddi biz odamni chumoli o'rmalagandek, u bolada undan 100 barobar bo'ladi. Boshini nimaga bor kuchi bilan uradi? Chunki o'sha odam vegetativ buzilish bo'lganda bochda kuchli bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'rigandan keyin bola shu urib ana o'zimiz tishimiz og'risa ham qo'limiz bilan urib olamiz-ku. Bola ham o'sha ayta olmaydi, gapira olmaydi, to'g'rimi? Autizm bola meni boshim og'riyapti deyolmaydi. Urib o'shandan udovольствие oladi masalan. Shovqinli joylar, shumli joylar bo'lgandan keyin bola nimaga quloqini yopadi? Bizda misol uchun biz sensor buzilishi. Обычно eshitsak, bir barobar eshitsak, ular 100 barobar yomon eshitadi. Kuchli ta'sirot bilan eshitadi. O'shanday holatda ularda kuchli o'sha sensor buzilishi, ya'ni головокружение yuzaga keladi, bosh aylanish. Shundagina o'sha bosh aylanishni kamaytirish, shovqinni yo'qotish maqsadida o'zini o'zi himoya qilish refleksi paydo bo'ladi bolada. Nozik bir mavzu bor. Bu ayniqsa o'zimning tajribamda RAS tashxisi bilan kelgan bolalarda shu tashxis bilan birga keladi, bu bolalar anonizmi. Bu ko'pincha ota-ona bu haqida tushunadi, lekin murojaat qilishga uyaladi.
yoki bolani ayblaydi. Bu yerda ota-ona tushunmagan holatlari ham juda ham ko'p. Bolani ayblaydi, bolani uradi, bir qanaqadir jazolar qo'llashadi. Buni uyat narsa deb o'ylaydi-da. Aslida bu o'zimni sohamdan bu umuman uyat narsa emas. Bolani sensor buzilishi, psixik buzilish, endi bu juda ko'p sabablari. Misol uchun ko'proq o'zim ishlaydigan narsa, misol mana shu kecha kunduzda ikkita bola bor. Bittasi qiz bola, bittasi o'g'il bola. Kuchli sensor buzilishi. Bittasi juda baland tonus, gipersezuvchanlik bolada, yurish, o'tirish, umuman harakatlari bir xil pozitsiyada qotib qolgan. Shuning hisobiga kuchli qo'rquv bor va unda juda ko'p takrorlanuvchi shu harakat bor, anonizm bor. Ya'ni bunda qiz bolada teskari. Bu qiz bola juda ham anaqa giposezuvchan, sezuvchanligi juda ham past, harakat juda ham sust, salkam harakat ehtiyojlaridan boshqa narsaga harakati yo'q, lekin bolalar anonizmi unda kuzatilyapti. Har ikki holatda ham ota-ona bu narsani noto'g'ri tushungan. Birinchidan jiddiy qaramagan bunga, ikkinchidan buni qanaqadir axloqsizlik belgisi deb qaragan. Uchinchi, eng yomoni bola jazolangan. Ikkala holatda ham bu narsa uchun jazolangan. Bunga men o'zimni soham bo'yicha nima deb qarayman? Birinchi, kuchli sensor buzilishidan, bolani psixologik holati yaxshi emasligi, oilaviy muhit, keyin bolada bu ham xuddi hali gapirdik-ku, himoya refleksda bu ham. Bu birinchi bolani kuchli tinchlantirish. Keyin bola o'zini tanasini yaxshi his qilmayotganidan, tanasini o'rganish jarayonidan bu narsa ko'pincha paydo bo'ladi va o'sha tanasini o'rganayotgan vaqtda uchrab qoladi. Bo'ldi, bu unga doimiy harakatga, xuddi stimda bu doimiy takrorlanuvchi harakatda turiga kirib qoladi. Endi shu haqida nima fikrdasiz? Bolalar anonizmi kelib chiqishi, uni bartaraf qilish, uni sabab oqibatlari umuman qisqacha qilib. Bolalar anonizmi, ya'ni dietsk anonizm juda ham ko'p uchraydi. Har 5 ta boladan bitta desa ham bo'ladi. Boshqa tashxisi yo'q bolalarda ham ko'p. Yo'q, sog'lom bolada uchraydi. Endi men shu anonizm haqida agar gapiradigan bo'lsam, bu ras autizmlardagi u patologik hisoblanadi. Lekin sog'lom bolalarda ko'proq murojaat qilishadi. Bu kasallik emas bu. Psixik buzilishga ham kirmaydi. Bu ko'proq psixologik o'zgarish hisoblanadi. Psixologik holatda bu qanday psixologik holat, kasallik deyilmaydi. Endi asosiy yordamchi kelib chiqadigan sabablar birinchisi gijja hisobiga bo'lishi mumkin deyiladi. Albatta bitta gijjani tekshirish tavsiya qilinadi. Parazitlar tekshirish yoki o'sha bolalar ginekologi agar qizlarda uchraydigan bo'lsa, ko'pincha kandida guruhiga kiruvchi zamburug'lar keltirib chiqarishi mumkin. Bu ko'pincha 10-15% holatda bu sabab bo'ladi. Ko'pincha 75-80% holatlarda oilaviy muhitni tarangligi, ya'ni qanaqadir bolaga kerakli miqdorida mehr bermaslik, kerakli vaqtda misol uchun unga qaramaslik, e'tibor bermaslik hisobiga bola o'zini himoyada his qilmasligi, bola shu narsani qoniqmagani uchun o'zini o'zi qoniqtirish holati bo'ladi. Bu lekin yaxshi sifatli holat hisoblanadi. Bundan hech qanaqa asorat qolmaydi. Buni albatta psixolog va neyropatologga murojaat qilinadi. Kerakli birinchi o'rinda ota-onaga tavsiya beriladi. O'sha muhitni to'g'irlash kerak. Yo onasi yo otasi badjahl bo'ladi, bolani birdan urishadi yo nimadir qiladi, o'sha bola stress oladi. O'shan asorat hisoblanadi. Bu kasallik emas. Bu shu bola o'zini o'zi qoniqtirish hissi hisoblanadi. Lekin yaxshi sifatli, bu misol uchun chuqur bir tragediyaga olib keladigan narsa hisoblanmaydi. Lekin buni mana yashirish, bolani ayblash, yo'q, bu qanchalik noto'g'ri, to'g'ri? bu juda ham noto'g'ri. Mana o'ta urishish va qattiq qo'llab qilib, mana shunaqa qilmas, u bolani battar psixologически o'zgartirib, psixologiyasini o'zgartirish fonida psixikasiga ham ta'sir qiladi. Xuddi shunaqa. O'sha bolalar autizm, bolalar o'sha anonizmi bo'lgan bolalarni o'sha har bir oilasini so'rasangiz, yo otasi yo onasi juda ham qattiq qo'l hisoblanadi. O'sha muhitni yo'qotib, o'sha bolaga qiz bolachami yo o'g'il bolachaga kerakli mehrni bersa, birdan bartaraf bo'ladi. Shunaqa murojaatlarda xuddi aytganingizdek, boshqa tashxisi yo'q bo'lgan bolalarda, misol uchun anonizm bo'lsa,
tez bartaraf bo'ladi bu narsa. Tez esdan chiqadi, boshqa narsaga Oilaviy olib muhit. ketadi. Qachonki o'sha muhit yaxshilansa, Muhit bola yaxshilansa o'zini da. himoyada his qilsa, Keraklicha mehr olsa, mehr olsa. keraklicha e'tibor oladigan bo'lsa, shunda bola onanizmi ketadi. Endi xuddi shu mana bugun ras tashxis haqida ko'p gapirdik. Iloji boricha sizdan ko'proq informatsiya olishga harakat qilyapman. Masalan, kelishadi bir paytda mana rasda bolalar onanizmi, enurez bir paytda keyin yana juda ko'p shu keladida bir paytda. U hammasini yechimi oson holatlar bor. Masalan, o'sha bolaga doimiy e'tibor, ozgina unga psixologik anaqa qo'llab-quvvatlov, misol uchun enurezda ham balki noto'g'ridir. O'zimni soham bo'yicha hatto o'sha enurez ham to'g'ri psixologik muhit, to'g'ri yondashuv, bolani qo'llab-quvvatlov orqali ko'proq harakatni stabillashtirish. Misol uchun, umuman harakatsizlikdan saqlash yoki ko'p harakatlilikdan saqlash natijasida bu bartaraf bo'lgan holatlarim juda ko'p. Nima deb o'ylaysiz? Unga ukol dori har doim qaysi holatlarda ukol doriga murojaat qilish kerak? Tungi enurezda agar oladigan bo'lsangiz, sababini birinchi bilish kerak bo'ladi. Urologik muammo bormi? Urologik problemami? O'sha urologiya hisobiga siyib qo'yaptimi? Urologik kasallik hisobiga yo boshqa sabab? Birinchi o'rinda shunga e'tibor beriladi. Birinchi sabab urologik muammoni bartaraf qilish agar bo'lsa. Ikkinchi muammo psixik buzilish bo'lgan bolalarda. Masalan, bolalar shizofreniyasi da siyib qo'yish bo'ladi. Tungi neyrogin siyib qo'yish bilan psixik siyib qo'yishning farqi nimada? Birinchi farqlay oladigan narsamiz, bola siyib qo'ygandan keyin albatta agar nevrologik sabab bo'ladigan bo'lsa, u albatta matrasini chappa qilib qo'yadi, chunki uyaladi. Chunki aql ong joyida. Agar psixik buzilish bilan siyib qo'yadigan bolalar o'sha siygan joyga yotaveradi. Ularda uyalish yo'q, nima hissi bo'lmaydi. Ham bu sensor buzilishiga ham bog'liq. Endi nevrologik enurezga keladigan bo'lsak, o'zi kelib chiqish sababi nevrologik enurezlarni 70-80% fonda holati bu bolalar nevrozi kasalligida tungi siyib qo'yish bo'ladi. O'sha tungi siyib qo'ygan bolalarning hammasini anamnezini yaxshilab so'rasangiz, hammasini fonida qanaqadir oilaviy muhitida muammo bo'lgan yoki qanaqadir stress olgan hisoblanadi. Endi bolalar nevrozi degan tashxisini oladigan bo'lsak, tungi enurezlar kiradi masalan, har xil tiklar, ya'ni tomoq qirish, yelka uchirish, ko'zini pirpiratish yo duduqlanish kiradi. Asosiy davo kelib chiqish sababini davolash deb o'ylayman. Xo'p, apparatlar haqida mana hozir o'sha davo muolajalari kompleksiga apparat muolajalarini qo'shish juda ham rivojlangan. Har xil apparatlar kirib keldi O'zbekistonga. Targ'ibi ham juda kuchli, reklamalari juda kuchli. Aynan mana shu autizmda, STVGda, ZPRR tashxislarida qaysi apparatlar aniq yordam beradi deb ayta olasiz yoki umuman apparatlar qanaqa qilib klassifikatsiya qilinadi bu jarayonda? Chunki o'zim misol uchun o'qigan tajribamdan aytaman, o'rgandim ba'zi apparatlar haqida, ko'p tarqalgan apparatlar haqida hammasi ham ilmiy tadqiqotlar asosida tasdiqlanmagan. Lekin tasdiqlanganlari bor. Bu ko'p o'yincha fikrlar haqidagi fikrlarni o'qisam, organik buzilishlarda, jismoniy harakatdagi muammolarda ko'p yordam berish holatlarini o'qidim. Autizmda qanaqa bu? Qo'shimcha davo muolajasiga hozirgacha kunduzda TMS deydi, transkranial magnit stimulyatsiya, barakamera, bakterapiya, mikrotokli refleksoterapiya, mikropaylizatsiya davo muolajalari endi nafaqat O'zbekistonda, butun boshqa davlatlarda ham keng yo'lga qo'yilgan. Baribir qanaqadir ma'lum miqdorda o'sha nafaqat autizm yo ZPR bo'lgan bolalarda, boshqa nevrologik patologik holatlarda ham keng yo'lga qo'yilgan. Shularning ichida ko'proq ilmiy isbotlangan apparat bu transkranial magnit stimulyatsiya apparati. Bu haqida o'qib chiqdim. Bu haqiqatdan ham ilmiy isbotlangan narsa hisoblanadi. Qachonki o'sha qanaqa kasallik, autizmdami yo boshqa kasalliklarda tashxisot to'g'ri qo'yilib, bizada topik
tashxis deydi. Topik paralit qaysi miyani sohasi zararlangan? Bolada organik zararlanishi bormi? Yo peshanadami, yo chakkasidami, yo tepadami, yo ensadami, yo bo'yinda qanaqadir problema bo'lib, organik qanaqadir o'sha yerda qonaylanish buzilganmi, nimadir bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatmaga asoslanib transkraniyal magnit stimulyatsiya beriladi. Chunki u shunaqa dastur tuzilganki, sun'iy intellekt orqali u yoqda qaysi kasallikda, masalan autizmda qaysi sohasiga nechi gersda qo'yilishi, gerslari o'lchab belgilangan. Shunaqa holatlar bor. Ularda shuni programmalashtirilgan o'sha transkranial magnit stimulyatsiyada epilepsiya bo'lgan holatlarda yo epilepsiyadan keyingi holatlarda o'sha miyani o'sha zonasida qonaylanishni yaxshilash yo stimulyatsiya qilish ham tavsiya qilinadi. TMS haqida o'qidim. O'zi ko'p apparatlar haqida oldin ham o'qib chiqqanman. Ehtiyojim bo'lgani uchun ilmiy tadqiqotlar qilingan apparatlardan bittasi shu TMS ekan. Keyin mana barakamera nima deydi, yaxshi ko'rib nima qil tavsiya qilamanmi yoki men tavsiya qilishga haqqim yo'q. Yaxshi natijalarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Misol uchun o'sha operatsiya, mana стволовой пересадка deyapmiz-ku, o'zak hujayra ko'chirib o'tkazish. Operatsiyadan keyingi reabilitatsiyada nechta bolaga ishlagan bo'lsam, hammasi aktiv undan keyin 20 kun, 40 kungacha barakamera tavsiya qilinganda boshqa chet davlatlardan va buni natijasini ko'rdim. Yoki oddiy, masalan, kompleksda hech qanaqa apparat emas, neyrokorreksiyaga boradi, vitaminizatsiya qiladi, agar ehtiyoji bo'lsa, epiterapiyaga boradi va plus barakamera. Buni bitta men emas, buni e'tirof qilgan juda ko'p anaqa onalar bor. Bu endi apparat sifatida emasda, qanaqadir tabiiy jarayon. Bu boshqa davo muolajalariga bir qo'shimcha hisoblanadi. Faqat barakamera bilan kasallikdan 100% yo'q, kompleks ichida. Kompleks davo ichiga kiradi. Ko'pincha qon tomir patologiyasi bilan bog'liq, ya'ni o'sha gipoksiya deydi. Shunaqa bo'lgan bolalarda, ya'ni o'sha qon aylanishini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan bolalarda davo samaradorligi ancha yaxshi. Ya'ni bolalar praktikasida barakamera unaqa uzoq muddat qo'yib bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi chet elda 20-30 seans deb aytishi, menimcha bu noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu faqat operatsiyadan keyin. Kurs davosi 10-12 seans, 10-12 kun 30 minutdan oshmasligi kerak bo'ladi. Chunki bu temir kapsula bo'ladi. Temir kapsulada u yoqda 8 kishilik, 16 kishilik, 12 kishilik kiriladi. Nimaga temirli bo'ladi? Chunki unda katta bosim bilan kislorod beriladi. Endi uni har doim borib 20 kun, 30 kun oladigan bo'lsa, baribir organizmga qanaqadir organizmga zararli ta'siri bo'ladi deb o'ylayman. Bolalar uchun 10-12 seans, kattalar uchun maksimal 18-20 seans. Har qanchada, mana bolalar uchun har qanchada 10-12 bolalarda seans. Har 3 oyda olgani maqsadga muvofiq. Kattalarda ham shunaqa har 3 oyda. Endi ayrimlar har oy oldiydi, endi men u har oy olishni tavsiya qilmayman. Chunki organizm miya yalqovlashib qoladi. Tayyor kislorodga o'rganadi. Tobe bo'lib qoladi. Keyin tashqaridan bizani hozirgi ekologiyamiz, muhitimiz yaxshi emas-ku. O'sha qanaqadir infeksiyaga chist chalinuvchan yo qanaqadir qo'shimcha kasallikni yuqtiradigan bo'lib qoladi. Har 3 oyda 10-12 kurs davo muolajasi olgani maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Yaqinda bitta nevrolog bilan gaplashib qoldim. Endi yoshlari ancha katta tajribali vrach. Ular bilan mana bolalar neyropsixologiyasi yangi soha haqida gaplashdik-da. Keyin mana defektologiya, umuman kompleks korreksiya haqida men shunaqa fikr etdilar. Agar bolada organik buzilish bo'lib, kuchli nevrologik muammo bo'lsa, mana DTSP misol uchun bolalar miya falaji yoki autizm og'ir formalari yoki umuman agar organik buzilishga bog'liq bo'lgan holat bo'lsa, hech qanaqa neyrokorreksiya, neyropsixolog yordam bera olmaydi. Bu yangi kasb, o'ylab topishdi degan fikr bildirdi. Bunda xafa bo'ldim. Nimaga? Chunki atrofimda juda ham malakali, mana mayli yaqinda paydo bo'ldi, lekin
ishlab yurgan hamkasblarim bor, zo'r natija ko'rsatgan, ko'rsatayotgan. Shu o'rinda o'zimda ham juda ko'p bolalar, masalan, minnatdorchiliklar, ko'z oldingizda bo'layotgan, o'zgarayotgan bolalar borda. Endi balki qiyindir. Aytdilar, yo'q, men tan olmayman. Siz qanaqa munosabatingiz shu jarayonga? Bolalar neyropsixologiyasi yoki defektologlarning mehnatini yo'q deysizmi? Yo'q, bizada bilasizki, nimadir yangi chiqadigan bo'lsa, bizada tan olinmaydi. Keyinchalik ommaga urf bo'lgandan keyin tan olinadi. Neyropsixologiya, defektologiya bu dokazatni isbotlangan meditsinada bor narsa hisoblanadi. Bu endi bizaga bir yangilik deb o'ylayman. Endi hali keng Toshkent shahrimizda endi yo'lga qo'yiladi. Endi viloyatlarda u narsa ko'p ham rivojlanmagan. Uchun ko'pchilik ayrim kishi, ayrim mutaxassis tan olib, ayrim mutaxassis tan olmagani u hisoblanmaydi o'ylayman. Endi ularni hisobotiga qarab kerak emas deyilgan narsa qo'yilmaydi. Bu masalan qo'shni respublika Qozog'istonda juda ham keng yo'lga qo'yilgan. Har bir rayon, shaharda neyropsixologiya markazlar bor. Juda katta markazlar, ular davlat tomonidan to'liq nazoratga olingan, o'sha davlat tomonidan o'sha mablag'lashtirilgan. Juda ham ko'p bemorlar shu yerdan birinchi mana bizdan davom muolaja olib ketgandan keyin обязательно reabilitatsiya markaziga boradi. Birinchi boradigan mutaxassis neyropsixolog bo'ladi. Uni kimdir tan olsa yo olmasa, kelajakda 3 yil 5 yil ichiga bu agar autizm kasalligi ko'payadigan bo'lsa, juda ham ommalashadi deb o'ylayman. Yaqinda Qozog'istonda aynan shu yo'nalish bo'yicha o'qidim. Xuddi aytganingizdek, lekin ularda bu jiddiy soha va jiddiy qarash boshlangan. Chunki buni sababi targ'ib yaxshi-da. Shu natijalarini targ'ibi yaxshi. Mayli, kimdir tan oladi, tan olmaydi, lekin mana shu vaqt o'zi ko'rsatadi deb o'ylayman. Vaqt o'zi, mana bolalardagi natija, ota-onalarning fikrlari, vaqt o'zi sekin-sekin ko'rsatyapti. Xudo xohlasa, bizda ham mana davlat qo'llab-quvvatlovi yaxshiroq, yana ham kengroq bo'lsa, targ'ib yaxshi bo'lsa, aynan autizmda ham yaxshi natijalarga erishamiz degan umidim bor, ishonchim ham bor. Xo'p, sizda shu autizm endi bundan keyin faqat ko'payadi degan prognozga nisbatan fikringiz qanaqa? Endi agar shu ketadigan bo'lsa, chunki hamma narsa sun'iylik, ekologiyani buzilishi, endi boya multifaktorial omil dedim, sababi juda ko'p. Agar shunaqa holatda ketadigan bo'lsa, autizm tashxisi yildan yilga soni oshib boradi, lekin menga qolsa ko'paymagani ma'qul edi. Umuman uchramasin bolalarimiz hech qaysi, chunki bu bizani millatimizda juda ham eng og'riqli nuqtasi deb hisoblayman. Maksimal darajada o'sha autizmni oldini olaylikda, o'sha autizm markazlarini ochmaylik, umuman bo'lmasin. Xuddi shunaqa. Xuddi yaqinda shu bir nima bilan o'tirdik, viloyatdan, boshqa respublikadan patsientlar bor edi. Ketish oldi mehmonga chaqirishdi meni. Keling, anaqa qilaylik, xayrlashaylik. Nimadir tilak tilang deganda men aytdim-da. Shunaqa bo'lsin, umuman ishinglar tushmasin. Meni faqat shu opa deb, singil deb yo'qlaylar. Ishinglar tushmasin bola bilan. Desam, voy sizga ish qolmaydi. Mayli, ish qolmasin, boshqa joydan ish bo'ladi dedim. Shu bizada shu autizm O'zbekistonda umuman bo'lmasin-da, shu Boburlar, Amir Temurlar, Alisher Navoiylar ko'proq tug'ilsin, aqlli, shu buntirki yaxshi bolalar tug'ilsin-da, shu mana shu bizani eng juda bir illi, mana shu ota-onalarda juda bir og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Chunki o'sha kasal bolaga bizani ota-onalarimiz qarab, ular ham ruhiy tushkunlikka tushib qoladi. O'sha hayotga yashashdan maqsadi ham, qizig'i ham qolmay qoladi. Ularni psixologiyasini ham to'g'ri tushunish kerak. Maksimal darajada o'sha sababini kelib chiqishini bartaraf qilaylikda, shu markazlar umuman bo'lmasin, umuman O'zbekistonda ochilmasin. Bir narsa, misol uchun ko'pincha tajribamda shunaqa mehnat qilasiz, bolani natijalari
yaxshi bo'lishni boshlaydi, uni men ko'raman. Lekin shu nima ota-ona ko'rmaydi-da. Faqat ko'rmaydi emas, qanaqadir e'tiborsiz, misol uchun mashg'ulotga keldimi, kirib ketadi. Bu davom etaveradi. Vazifalar bersangiz bajarmaydi. Bu narsa meni juda anaqa ham xafa qiladi, ham kayfiyatimni tushiradi, ham qanaqadir motivatsiyangizni o'sha bola bilan ishlashga bo'lgan motivatsiyangizni qaysidir darajada past qiladi. Qanaqa holat sizni xafa qiladi? Ko'pincha mehnatingizni qadrlamaydigan odamlar bo'lsa, masalan, davo mo'ljasi yozib bersangizda, o'sha davo mo'ljani qilmasa, qilmasdan kelsa, yo aytganini qilmasa-da, o'sha bolaga sovuqqonlik bilan qarasa, meni juda o'sha xafa qiladi yoki natija yo'q deb aytishadi. Natija umuman yo'q yoki individual davo degan narsa bor, individual ta'sir qilishi. Ya'ni o'sha davo mo'ljasi yozib berasiz bemorga, lekin davo mo'ljasi endi hammaga ham 100% samara bermaydi. Ya'ni teskari ta'sir qilishi ham mumkin, chunki uni organizmi o'sha dori qabul qilmasligi mumkin. Teskari ta'sir qilganda pobochka deydi, orqaga ketish holatlari bo'lsa, menda o'sha ruhiy tushkunlikka tushirib qo'yadi, xafa qiladi albatta. Xuddi shu holatda, misol uchun, meni nima xursand qiladi? Bolada kutilmagan natijalar. Misol uchun bir kichik natija uchun ishlayotgan bir paytda boshqa bir katta natijalarni paydo bo'lishi yoki umuman hali kutilmayotgan ko'nikmalarni paydo bo'lishi, bu meni juda ham xursand qiladi. Hatto ota-onasidan ko'proq xursand qiladi. Sizni nima xursand qiladi? Menda 20 yillik tajriba davomida endi shu bemorlarimiz ham endi shu bizning suhbatimizni eshitsa kerak, menimcha o'shalar ham qanaqadir bir kommentariy yozib javob berishadi. Endi bu yolg'on narsa emas, endi bu bo'lgan real voqea hisoblanadi. Shunaqa bemorchalar kelgan, masalan, ko'zi ko'rmasdan ko'ruv nervi atrofiyasi tashxisi qo'yilganda, umuman ko'rmagan bola. Bitta ko'rsa davo, ikkita ko'rsa bu faqat Allohning irodasi bilan, biz bir banda sababchi biz. O'sha Allohning irodasi bilan o'sha sabab bo'lib ko'zlari ochilib ketgan bolalar bo'lgan menda. Bu mo'jiza har bir shifokorda bo'ladi. U faqat menda emas. Bo'ldi, bolang yurmaydi deb DTSP deb tashxis qo'yib berganmiz, 1-2 kursdan keyin yurib kelyapti. Qarayman, tashxis DTSP. DTSP qo'yilgan, ha shunaqa edi, mana shunaqa edi, oyoqlari tortishyapti, qatdan yurib ketdi. Har bir shifokorda ishlash davomida bo'lgan ilohiy bir holat. Bu endi bir biz o'zimizcha u narsani katta gapirib ko'plarga biz buni davoladik, biz uni qilib tashladik deymiz. U ham bir qanaqadir bir Allohning bir rahmi kelib, bir o'sha Xudoni o'sha bir nimasi bilan, niyati bilan bo'lgan narsalar hisoblanadi. Yoki autizm tashxisi qo'yamiz, bolangda autizm deb qo'pol gapirib, yo yaxshi bo'lmaydi deymiz. Ikkinchi davo muolajasidan keyin gapirib, obычный bolada menda autizmni tashxisi qo'yib yaxshi ketgan bolalar qancha, demak, unda autizm bo'lmagan, soxta autizm belgilari bo'lgan bo'lsa, vaqtinchalik. Misol uchun, umuman eshitish pasayib ketgan bolalar 2-3 kurslik olib eshitishlari ochilib ketgan. U hamma bitta biza bolalar neyropatologida emas, boshqa soha vakillarida ham shu kutilmaganda bir shunaqa yaxshi o'sha mo'jizalar ko'p ro'y bo'ladi. O'shalar bizani xursand qiladi. Chunki har bir nafaqat shifokor, boshqa sohadagi, masalan, o'qituvchini qaysidir o'quvchisi olimpiadada yutsa, u xuddi o'sha o'zini bolasi yutganda qanaqa xursand bo'ladi, har bir insonni bir o'sha mehnatining mahsuli hisoblanadi-da. Sizga bugungi suhbat uchun rahmat aytaman. Charchamang, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin. Sizni yoningizga shifo so'rab kelgan, bolasi uchun shifo so'rab kelgan ota-onalar har doim 2-chi, 3-chi mayli nechinchi marta kelgan bo'lsa ham faqat yaxshi natijalar bilan sizni xursand qilsin, o'zlari ham xursand bo'lib yashashsin. Rahmat. Yana bitta bir e'tiborga molik bir gap aytmoqchiman. Endi maksimal darajada o'sha qo'limizdan kelguncha o'sha tushuntirishlar olib bordik. Endi agarda qanaqadir xalqimizga, o'sha bemorlarimizga qanaqa bir nafi tegadigan bo'lsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Bu narsa endi bir marta bo'lib qolmasligi kerak. Yana nima lozim bo'ladigan bo'lsa, o'sha xalqimiz o'sha kommentariyaga yozsin. Yana qaysi dolzarb muammolarda agar bularga qiziqarli bo'lsa, o'shani ham yana olib chiqishga harakat qilamiz.